bitta jumlada o'zini sota olishi kerak. O'zini sota olishi kerak. Hozir bozorda shunaqa holatki, o'zini sota oladigan, lekin bilimi boshqalarnikidan kam bo'lsa ham ishlab yuribdi. Boshqalar borki, bilimi ko'p, lekin o'zini sota olmagani uchun balki ish topa olmay yoki asroishda ishlab yuribdi. Bo'ldi. Mana shunaqa ko'p. O'zingiz ham balki ko'rgandirsiz. O'zini sota olish, agar sizni bilimingiz bo'lib, portfolioz bo'lib, o'zingizni sota olsangiz, bu idealniy holat bo'ladi. Chunki siz bilimingiz bor. Agar bilimingiz bo'lmasa, o'zingiz sotsangiz, baribir tegi chiqib keladi. Ayniqsa dasturlash shunaqa. Lekin siz bilimingiz bo'lib, siz o'zingizni sota olsangiz, bu eng zo'r. Assalomu alaykum hammaga. Zo'r dasturchi podkastimizning navbatdagi mehmoni Ulug'bek aka Samikjanov. Assalomu alaykum Ulug'bek aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yaxshi. Taklifga yo'llanmadan kelganingizga kattakon rahmat. Taklif uchun rahmat sizlarga. Xo'p, xudo xolasa tayyor bo'lsa, bugun sekin boshlaymiz. Xo'p, Ulug'bek aka, birinchi savolimiz o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Xo'p. Ismim Ulug'bek. Familiyam Samarjonov. Shu yil 28 yoshga to'laman. 9 yildan beri dasturchi sifatida faoliyat yuritib kelaman. Boshidagi 3 yilda mahalliy kompaniyada ishlagan bo'lsam, oxirgi 6 yilda xorijiy chet el kompaniyalarida ishlab kelaman, remote ko'rinishda, masofaviy ko'rinishda va o'qishim keladigan bo'lsa, Inha universitetini tugatganman. 2015-2019-yillarda o'qiganman. Qanaqa qilib o'siz dasturlash sohasiga kirib qolgansiz? Dasturlash sohasimi? Endi ko'p faktorlar bo'lgan. Aniq bitta holat, bitta hodisa deb ayta olmayman. Nima faktorlar bo'lgan? Misol uchun birinchi bo'lib men eslayman, uyga kompyuter kelgan, IBM kompyuteri, qiziqqanman, u paytda disketalar bo'lardi, atrofida o'tirganman, yokida masalan onam u yoqda hujjatlar bilan ishlaganlarda qarab o'tirganman. Keyin adashmasam Pentium kompyuter kelgan, keyin endi ko'p yoshlarda bo'ladi, baribir o'yin o'ynab sekin boshlangan. Undan keyin o'yin o'ynashdan endi kompyuter buzilishni boshlaydi. Har safar u payti hozirgidek masalan ustalarni chaqirsa arzonga to'g'rilamasdan qimmat edi, o'shaning uchun buzmaslikka harakat qilardim, yokida buzsa o'zim to'g'rilashga harakat qilardim. Shunaqa qilib ketma-ketlikda Windows o'rnatish, oddiy dastur o'rnatish, Windows o'rnatish yokida ishlamay qolsa, endi har doim ishlaydigan perezagruziya qilishlarni bilib, shunaqa qilib boshlangan. Keyin 2012-yili birinchi stajirovka o'tganman, qiziqqanman. O'zi u paytgacha dasturlash, mana texnologiyalarni bilmasdim. 2012-yili Glotrus degan kompaniya bo'lardi, hali ham bor menimcha, onlayn. Reklamalar. Bu 2012-yili yo'q 2019 ekan. Yo'q 2012 bo'lsa 2009-yil ekan. 2009 bo'lsa hozir eslab olay, 12-15 litseyda o'qigan bo'lsam, litseyga kirishimda 2012-yili demak, birinchi o'sha stajirovkamni o'tganman 2 oy. Bilsangiz 9-sinf tugatgandan keyin litseyni boshlagungacha 3 oylik, 2 oylik vaqt bo'ladi, ekzamenlarni topshirib olib 2 oy o'tganman. U yerda birinchi HTML va CSS o'rganganman. Birinchi bergan savoli, meni mentorimni nima savol bo'lgan, dumaloq bilan kvadrat qilib beradigan. Kvadrat qila olganman, lekin dumaloq qila olmaganman. Kulgili bo'lgan. Hozir eslab qarasam, shundan boshlaganmiz. Keyin litsey boshlangan. Litseyda endi ishlashman, stajirovkani tashlaganman, chunki menga aytishgan, matematika, fizikani, ya'ni asosdan o'rganishing kerak, texnologiyalarni, tillarni o'rganishga kechamas deyishgan. Keyin shu bilan litsey payti ingliz tili, matematika, fizikani o'rganganman. Shu bilan 2014-yili Inha ochilgan. Ya'ni men tugatishimda 1 yil oldi. O'zi ungacha boshqa, menimcha Westminsterga kirishni reja qilib turgandim. Keyin shu bilan 2015 Inha topshirganman. Inhadan o'tib 2016-yili ishlashni boshlaganman. 3 oy stajirovka qilganman. 3 oydan keyin birinchi ishim avgust 2016 boshlangan. Shunaqa qilib boshlanib ketdi, ulanib ketdi. Qaysi litseyga kirgansiz? Men kompyuter texnologiyalari litseyi bor Beruniyda, Politexnika yonida. To'g'ri tanlov qilgan ekanman. Nega? Bizda u yoqda asosiy fokus faqat matematika, fizika bo'lgan. Anaqa matematika juda strogiy deyishadi. Shunaqa strogiy, o'sha to'plamni tugatganmiz. Axborotnoma deyiladi bilsangiz. Keyin 96 dan 2005 gacha bo'lgan u. Keyin har bitta yilni o'zini tugattirgan. Undan keyin Skanavi kitobini tugattirgan. U jag'ir. Skanavi oxirgi tugatgan bo'lsangiz, seriozniy kitobida u. Biz ham matematika tayyorlanganda rossiya tarixi. Shunaqa. Undan keyin endi bu litsey bermagan, meni o'sha qo'shimchaga ham borganman. Litseyning o'zida turk litseyning kitobi bo'lardi. O'ja boshqacha edi. Turk litseyning kitobida ayniqsa geometriya qismi, logika qismlari ancha chaqlashga yordam berardi. O'shani tugatganman. Fizikadan bo'lsa xuddi shunaqa axborotnoma, har bitta yil o'ziniki va Rimkevich degan kitob bo'lardi fizikadan. O'shani tugatganman. Ingliz tili bo'lsa tashqariga borganman, chunki baribir litseyda asosiy fokus matematika bilan fizika bo'lgan. Endi ingliz tilini tashqarida o'rganib, boshida o'zim o'rganganman. Bir
necha oy. Endi undan oldin maktab paytlari borib yurardim, lekin bir quntiqib o'rganmaganman. Ya'ni bir borardim 6 oy, tashlab qo'yardim. Shu bilan keyin litsey payti 2-kursda adashmasam 3 oy o'rgandim. O'zim keyin 3 oy IELTSga borib o'sha payti menimcha birinchi 6 olganman. Shu bilan keyin INXA topshirganman. INXAda ham qiziq bo'lgan. Matematika bilan fizikadan shu 60 ball matematikadan, 40 ball fizikadan olib 100 ball bilan kirganman INXAga. Eng maksimum. Maksimum bilan grant kirganman. Endi u payti yana bitta baribir motivatsiya bo'lgan nima yoki odammi turtki bo'lgan uydagilar masalan opam kontrakt o'qidilar Toshmiyda, ukam Turinda o'qirdilar kontraktda. Ya'ni o'sha men ham kontrakt bo'lsam qiyin bo'lgan, shuning uchun menimcha shu ham ko'proq harakat qilishimga sabab bo'lgan deb o'ylayman-da. Shunaqa qilib keyin INXAga kirganman. Muhtam o'zi oiladagi muhtam o'qishga qaratilgan ekanda. Shunaqa adam o'zi farmiy institutini tugatganlar bu yerda. Fani shu yerda bo'lsa kerak. Farmatsevtlar, onam Sampin tugatganlar. Opam Toshmiyni, ukam Turinni. Keyin dasturchi bo'lib ketdilar. Shu bilan. Akangizlar ham dasturchi, raddan akangiz. Oxirgi necha yil, 3 yilda o'zi mashinastroyeniyaga o'qiganlar, ya'ni mashina sozlik. O'zi Turinda asosiy yo'nalish shu-yu. Keyin endi bizda ish topishga nisbatan qiynaldilar. Real olib qarasa ham, masalan, IT ga nisbatan kamroq mashinastroyeniya. Keyin Turinga borib, Italiyaga anaqa o'qidilar. Management o'qidilar. Keyin shu bilan IT kirib ketdilar. Hozir IT da nima yo'nalishida? IT PM или как? Yo, senior front-end. Senior front-end. Hozir men back-end ham o'rgandilar, senior full stack engineer. Xo'p, bir oilada ikkita front-end dasturchi bo'lsa, talash bo'lib qolmaydimi? Konflikt bo'lmaydimi? Yo'q, nega? Nabrot yordam berib, yo'l yo'l kurs deb, qaysidir joylarga yordam beramiz. Informatsiyaga. Yaxshi baribir. Yuqorida aytdim, mana matematika, fizika. Ko'pchilikda endi shu sohaga kirayotganlar, matematika qanchalik kerak, matematikani bilmasam o'rgana olmaymanmi degan ko'p ikkilanishlar bo'ladi-da. Shunga qanaqa qaraysiz? Eng ko'p beriladigan savollardan bittasi bu ham. Endi fizikaga keladigan bo'lsak, fizika juda shart deb bilmayman, lekin bilganingiz yaxshi, fizika atrof muhitda bo'layotgan jarayonlarni tushunishga yordam beradi. Ya'ni atrof dunyoni tushunishga qabul qilishingiz osonroq bo'ladi deb bilaman fizikani, lekin aynan dasturlashda majburiy deb bilmayman. Matematikaga keladigan bo'lsak, misol uchun matematikada o'zingiz ham bilasiz, hosila, integral yoki trigonometriya, yana ba'zi bir logaritm, ya'ni endi kompleks, murakkab mavzularni o'tganmiz, lekin masalan men bu hafta dasturlashda ishlatmadim. Realni ishlatmadim. Masalan, na logaritm yozdim, na balki endi ML yo'nalishida, machine learningda ishlaganimda ishlatardim. Masalan, backend yoki frontend sifatida, DevOps sifatida ham ishlatmadim. Lekin men buni qanaqa tushunaman? Misol uchun zalga chiqsangiz, siz endi tosh ko'tarishni boshlaysiz va masalan zalda 50 kilo tosh ko'tardingiz deylik. Siz zalda 50 kilo tosh ko'tarasizki, masalan, uyda endi uy holatida bozor qilib kelsangiz 5 kilo kartoshkani bemalol ko'tarib kirasiz. Realni shunaqa. Zal nima beradi? Zal sizga o'sha og'ir ishlarni qildiradiki, yengil ishlar, bu uydagi yoki oddiy holatdagi ishlar sizga oddiy yengil bo'lib qoladi. Endi matematikani men o'ylayman, miyani zalida, miyani charxlash, ya'ni miyaga siz og'irroq, endi o'zingizda ham bo'lgan bo'lsa kerak, ba'zi bir zadacha vazifalarda qiynalib ketasiz, miyangiz portlab ketadi-yu. Shularga yechim berib, miyangizga charxlaverib, uni trenirovka qilib o'rganingizdan keyin, misol uchun front-endda oddiy JavaScript bu oddiy narsa bo'lib ko'rinadi, yoki algoritm savollar oddiy ko'rinadi. Ya'ni matematika ko'proq bizga qanaqa o'ylash va men o'ylayman, miyamizni bitta RAM deb olsa, o'sha RAMni kengaytiradi. Masalan, by default bizda 1 gigabayt desak, matematikani o'rganib o'shani 8 gigabayt qilamiz. Matematikani chuqurroq o'rganib bu 12, 16 ketaveradi. Chunki men ko'p matematikada masalan PhD qilganlar bilan gaplashganman, o'ylash boshqacha chuqurroq o'ylaydi. Masalan, bitta hodisa bo'ldi, biz unga yuzaki qarasak, misol uchun ular chuqur qaraydi, nimaga bo'ldi, nima faktorlar ichida bo'ldi deb, ya'ni baribir matematikani qancha chuqur o'rgansa odam, nima deydi, critical thinking deymiz, shu narsalar rivojlanib boradi. Yuqorida aytdingiz, mana inglizcha self study haqida aytdingiz, self study qilib o'rganganman. Naskолько bu to'g'ri, misol uchun self study o'rganish, yo обязательно eng boshdan ustoz bilan o'rganish kerakmi, yo self study qilib o'rgansa ham bo'ladimi? Qanaqa minus taraflari, qanaqa plyus taraflari bor buni? Menda ingliz tilida nima bo'lgan, self study deganimda yonimda kursdoshim bo'lgan litseyda, u undan tushunmagan joyimni so'rab olardim. ChatGPT bo'lmagan, internetga vaqt ketib qolardi. U paytda internetdan ko'p foydalanmas ekanmiz. Ya'ni baribir bo'lardi o'sha. Qimmatdan bo'lardi. Baribir yo'l yo'l ko'rsatadigan odam bo'lgan qisman. Menda aniq roadmap bor edi. Misol uchun men ingliz tilini endi qanaqa o'rganamiz? Grammatikani o'rganamiz. Grammatika yaxshi bo'lgandan keyin IELTS ga o'tamiz. Ko'pincha mashqdan ketma-ketlik-ku.
endi nima bo'lgan, grammatikani o'rganishim kerak. Men ko'proq istalgan qaysidir ish qilmoqchi bo'lsam, uni breakdown qilaman, bo'laman. Misol uchun, uni qilishim uchun nima qilishim kerak? Xo'p, demak, men ingliz tilini IELTS olishim uchun, demak, birinchi grammatika o'rganishim kerak, keyin IELTS o'qib, IELTS topshirishim kerak. Xo'p, endi orqaga qaytamiz. Birinchi o'rinda nima? Grammatika o'rganish kerak. Grammatikani o'rganish nima degani? Grammatikada ikkita kitob bo'lardi. Birinchisi Murphy, bular qizil, ko'ki, mashhur. Hozir o'rgatyaptim, men bilmayman, balki eski kirgandir. Bizda payti eng topda yurardi. Bonkmi? Bonk bo'lar, Bonk bo'lar, keyin Murphy o'tdi. Men nima qilganman? Okey, qizil tugataman. Qizili bilsangiz elementary berardi. Keyin ko'k tugataman, ko'k intermediate berardi. Bo'ldi, zo'r. Men grammatikani shu tugatib, tushunib, yaxshi bilsam, men grammatikani bilaman derdim, lekin ikkinchi muammo bor, bu yerda u teoriyani o'rgatadi. Praktika yo'q. Ya'ni amaliyot yo'q unda, ko'p emas. Bilsangiz, chap tarafda teoriya berardi, o'ng tarafda bir 5 tami, 6 ta yoki bir 10 tacha zadacha berardi, bo'ldi. Praktikani nimadan qilaman deganman, Galitsinskiy kitob bo'lardi, yashil. Ko'rganmisiz yo'q? Faqat praktika. Mashinada u bir 400 tami, 300 tami упражнениялari bor, rosa qiyin edi. Masalan, bitta artikelni o'ziga bir bilmayman 50 tachasi bor edi. Masalan, nima deydi? This is an apple bor. Mana shu bittalab qo'yib chiqish kerak. Men nima qilganman? Kitob o'ziga hech qachon yozmaganman. Nega? Siz bir narsani o'rganayotganda qanchalik ko'p o'zingizni organlaringizdan foydalansangiz, ko'proq eslab qolasiz. Misol uchun yozsangiz, uni ko'rasam, yozayotganingizda uni o'qib yozsangiz, eshitasan. Ya'ni bir nechta sezgi organdan uni qabul qilganingizdan keyin ko'proq eslab qolasiz. Shunaqa qilib daftarlarga yozganman, bilan rosa ko'p daftarlar tugatganman. Shu bilan bo'ldi, men grammatikani bildim deganman, ya'ni 3 oyda. Menda ya'ni aniq roadmap bo'lgan va o'rgatadigan odam bo'lgan. Undan keyin IELTSga endi baribir borishim kerak deganman, 3 oy borganman. Endi self studyda yana bir narsa bor, bu disiplina. Intizom bo'lmasa qiyin. O qanaqa shu intizomlarni shakllantirgansiz? Shu bundoq ko'rsa juda aniqda, ilm olish yo'lingiz juda aniq, konkret bo'lgan, unga chapga qarash bo'lmagan. Shu put yuguraman. Qanaqa qilib shu narsalarni shakllantirgansiz? Hozir nega bu savol beraman? Ko'pchilik yoshlarda sablazm kuchli-da. Misol uchun bugun uyg'ondi, dasturchi bo'lib uyg'onadi, ertasi kunda esa boshqa kasb egasi bo'lib turib qoladi. Qanaqa qilib shu yo'lni aniq qilib olgansiz? Xo'p, inson kerak bo'lsa, oldindan uncha ko'p bo'lmagan, lekin baribir onam har doim xatda o'tirganlar, hali ham xatda o'tiradilar. Misol uchun oddiy misol, ilm olishga qaraganda. Yo, umuman olganda. Misol uchun oddiy misol, aytaman, men to'g'risini aytaman, misol uchun uyqudan turdingmi, o'rni yig'ishtirish shart. Masalan, uni yig'ishtirmasdan men maktabga chiqib ketsam, yo o'sha joyda to'xtatardilar, yig'ishtirtirardilar yoki-da nimadir qilib chiqib ketsam, ko'rib qolsalar, aniq gap eshitardim. Oddiy misol, lekin shu kichik narsalardan boshlanadi intizom. Yoki-da yana nima? Endi nimadir yoydim, masalan, endi u paytda o'yinchoq deymizmi yoki maktab paytiga orqaga qaytsa yoki-da darslarimni yoydim, yig'ishtirib keyin yotishim kerak. Bo'ldi, har doim intizom degani bu faqat o'qish yoki-da faqat bir narsaga chidash emas, yo'q, intizom bu o'sha kichkinalikdan boshlanadi deb o'ylayman. Shunaqa qilib u endi nima deydi? Oddiy, kulli holatlardagi intizom bo'lgan, odatlar bo'lgan. Lekin baribir men shunaqa bo'lsa ham, masalan, maktabda vaqtim bekor ketgan deb bilaman, qanchadir miqdorimiz kontrxonaga borardim. Kontra yaxshi o'ynardim. FIFA yaxshi o'ynardim, realni yaxshi o'ynardim. Bir marta zo'r holat bo'lgan. Onam baribir ham pediatrlarda, Sanpen tugatgan, o'qituvchilar ham. Yani ular baribir bolam psixologiyasini biladilar. Bir marta telefon, hech esimdan chiqmaydi, bir marta telefon qotdilar. Anaqadan chiqib ketganman o'qishdan. Menimcha meni kuratorim telefon qilgan, dars kirmadi deganda, onam telefon qotdilar. Короче, men orqangda turaman, kompyuterxonada tez chiq deganlar-da. Men shunda o'ylaganman, rostdan ham keldilar deb-da. U unaqa bo'lmagan ekan-da. Keyin pushkaga olganlar. Pushkaga olganlar-da. Keyin bo'ldi, men hozir maktabga boraman, borganman-da. Keyin bilganman, onam o'tda aytganingizdek shu pushkaga olganlar-da. Ya'ni baribir maktabda 100% intizomli bo'lgan men deya olmayman, lekin agar intizomli bo'lganimda balki ko'p narsaga erisha olardim deb o'ylayman. Mana shu xatoim bo'lgan. Keyin nima bo'lgan? Keyin litseyga kirganmiz. Litsey lekin intizomli edi. Mana sizga tushuntiraman. 8da yoki 8:30. Men 8da dars boshlanardi, kech qolsangiz kirgizmasdi. Mana 8dan prям 1 minut o'tsa kirmasdingiz. Pastda 2-3 ta odamlar turardi, kirgizmasdi yoki-da bejigingiz qolib ketdi, kira olmasdi. Tasavvur qiling, bejik qolib ketdi. Yoki-da endi bizda o'zini formasini berardi, sotib olardi. Ya'ni men sotib olardi, i men bitta logotipi bo'lardi. Logotipi bir sal dizayn yaxshi emasdi. Ko'plar uni olib tashlardi yoki-da to'nog'i chiqib olardi. To'nog'i chiqqanini bilsa ham kirgizmasdi yoki-da usiz kelib qolsangiz kirgizmasdi. Ko'rasizmi? Hammasi intizom. Masalan, dars payti koridorda yurish mumkin emas. Bilib qolsa bizda Muhojir opa degan direktor bo'lar, juda qattiq qaraydilar, mencha hali ham o'zlari. Ya'ni baribir litseyni ham ta'siri bo'ldi, intizom bo'lish. Ya'ni maktabda masal bu yoq chap o'ngli bo'lgan bo'lsam, lekin litsey qolipga solib qo'ydi-da. Qolipga solib qo'ydi. Keyin nima bo'ldi? Keyin yana bitta holat bo'lgan, aytdim, maktabda yaxshi o'qimaganman. Nisbatan yaxshi, keyin oxiriga buzilib ketgan. O'zi bilan 8-9 eng payti bo'ladi. Ashaddiy payti.
keyin eslayman litseyga kirganman, topshirganman. Litseyda yaxshi natija ola olmaganman, hajat 9-sinfda matematika bilan fizikadan repetitorga borganman. Ya'ni uydagilar shuncha menga invest qilishgan, menga shuncha ishonch bildirishgan, lekin yaxshi o'ta olmaganman. Keyin onam telefon qilgan, men adam bilan borib natijalarni ko'rganman, ilib qo'yardi u payt. Keyin ona 3-guruhga tushganman. 1 bilan 2-guruh eng top. 3-guruh o'rtacha. Onamga telefon qilib, onam bilganlar buni, menimcha adam aytgan bilan rosa urishganlar, biram baqirganlar telefonda. Yo, realni men endi orqaga qarab o'sha paytda balki xafa bo'lgandirman, balki yig'lab olgandirman ham, shunaqa deb, chunki esimdan ancha qolib ketganda, lekin shu narsa o'sha paytdagi именно telefonda bo'lgan razgovor, gaplashish turning point bo'lgan. Bo'ldi, undan keyin yo bo'ldi. Hamma narsa o'yin o'ynashlar yoki boshqa chalg'ishlar yig'ishtirilgan, faqat o'qish. Nega o'qisamgina, harakat qilsamgina bir narsaga erisha olaman deb o'sha turning point bo'lgan, bo'ldi. O'sha bo'lgan. Yana bir narsa intizom keladigan bo'lsa, yaqinda kecha qo'ydim Telegram kanalimda post. Uydagilar baribir ko'pincha ota-onalar mehnat qilib, o'zidan orttirib yoki o'ziga qilmasdan sizni o'qishingizga yoki sizning kelajagingizga sarmoya kiritadi ko'pincha. Atrofimdagilar ham shunaqa va sizga ishonch bildiradi. Va bu ishonch bildirgan paytda siz, mana o'ylaysiz, ota-onangiz ishda qiynalib ishlab yuribdi, siz kompyuterxonada o'tiribsiz yoki uyda o'tiribsiz, mana sizga qiynalib notebook olib berdida, siz uyda notebookda o'yin o'ynab o'tiribsiz. Ya'ni bu ularning ishonchini oqlamayotganingizni bildiradi 100%. Chunki ular o'ylayapti, bolam ertaga baribir kutadi-da ota-ona. Kutadi, qanaqa ma'noda yo'lini topsin, yonimga kirsin, harakat qilsin, erta hayotda qiynalmasin. Hech qaysi ota-ona xohlamaydi farzandi qiynalishiga. Ya'ni mana shu narsa ham men o'ylayman, bolalarga yetarlicha turtki bo'lishi kerak, intizomli bo'lishiga. Chunki u yoqda ishonch bildirayotgan odamlar bor, ularning ishonchini oqlash kerak bo'ldi. Shunday qarasa, ayniqsa ota-onanikida. Yaxshi. Yuqorida o'yin o'ynashlar, ko'pchilik hozir ota-onalar haqida suhbatimiz ketyapti. Ota-onalar aytadi, bolam ko'p o'yin o'ynayapti, bu yomon ta'sir qiladi degan narsalar bor. Naskолько o'yin plyus ko'radimi, minus ko'radimi bola uchun? Men o'zi ko'pincha o'ylayman, istalgan narsani ortiqchasi minus ko'radi. Istalgan narsani o'shaning uchun iloji boricha balansda olib yurish kerak. Misol uchun oddiy jismoniy mashq qilsangiz ham ortiqcha qilib yorsangiz travma olasiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa o'yin o'ynashda ham men o'ylayman, umuman o'ynamasin demayman. Lekin bar me'yor bo'lishi kerak va odam o'ziga prioritet qo'ya olishi kerak. Misol uchun agar o'qishi qolib ketayotgan bo'lsa yoki ko'proq o'qish kerak bo'lsa, o'yinni yig'ishtirish kerak deb bilaman-da. Chunki o'yin, yo, to'g'ri, baribir o'ynash kerak. Men kategorически bo'ldi, yo'q, uni qilish kerak emas demayman, lekin undan muhimroq narsa bor, ya'ni kelajagini qurish. Endi bu endi necha yoshli bolaga gapirishga bog'liq-da, lekin endi nima deydi, hayotga qadam qo'yayotganlar bor-ku, misol uchun 15-16 dan boshlab o'sha kelajagini o'ylashni boshlaydi, kasbni o'ylaydi, nima qilar ekan deydi. O'sha paytda menimcha odam qaror qilish kerak, yo, o'yinlar yoki vaqt bekorchi narsalardan tiyilaman, kelajagimni quraman deb. Men shunaqa deb bilaman. No, ITga qiziqtirishda ham, menimcha o'yindan boshlab turib bolani qiziqtirish menimcha katta instrument bo'lsa kerak. Shunaqa. O'zim aytaman, men ham o'yin o'ynab, dasturlar o'rnatib, Windowslar qilib, masalan, qiziqib ketganman-da, shunaqa bo'lgan. Lekin eng qizig'i, uzr gapingizni bo'ldi, misol uchun, guruhda 20 ta bola o'yin o'ynagan bo'lsa, menimcha yo yana bitta tanish, 2 ta dasturchi bo'ldi. Ya'ni bu degani hammasi dasturchi bo'lmaydi o'yin o'ynagan. 18 tasi dasturchi bo'lmadi. Bilyapman nima yo'nalishda ketdi ular. Lekin ya'ni o'yin o'ynadi degani bo'ldi dasturchi bo'ladi emasda, shunisi ham bor. Qaysi maktabda o'qigansiz? Men o'zi 4-sinfgacha 81-maktabda o'qiganman, Uchtepadagi, o'zim uyim oldidagi 5 dan 9 gacha Afidum degan maktab bo'lardi, aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim 310 Sebzordagi. 310 Sebzor. Yo'q o'tgan. Qisman spetsida, yo'q, yaxshi maktabida, nisbatan kuchli bolalar bor edi. Bu yoqda 4 yil ketma-ket gramota olib, faxriy yo'lni olgan bo'lsam, u yoqda bir marta oldim shekilli. U yoqda kuchli bolalar bor edi. Chunki o'tdik, men bilaman, ko'p sinfdoshlarim boshqa joydan kelardi. Misol uchun bittasi Chimboydan kelardi, bittasi Chilonzordan, bittasi Cho'ponotdan. Ya'ni kelishyaptimi, demak, o'sha yaxshi bolalarni yig'ishganda yaxshi edi. Muhtaja anaqa. Muhit yaxshi edi. Endi o'zimda ham xato bo'lgan, 8-9 kelib уже kamtir o'zib ketgan. No, balki o'sha o'yinlar ham balki hozirgi darajangizga qanaqadir ta'sir qilgan bo'lishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin-da. Okey, yuqorida dedingiz, hozir Glotter kompaniyasi stajirovkaga o'tdi, hech narsani bilmasdan turib borgansiz. O'tga qanaqa tushib qolgansiz? Xo'p, Glotterga keladigan bo'lsak, Glotterga o'sha birinchi investitsiya kiritgan odam tanish bo'lgan, odam tanishlari bo'lgan va ularga chiqilgan. Shu o'g'lim qiziqyapti. Menimcha aytgan bo'lsalar kerak, shunaqa sayt qo'yamiz, shunaqa proyektim bor deb. Keyin ular aytganlar, bo'ldi, kelaversam, bu yoqda dasturchilar bor, qo'shib qo'yaman, o'zi gaplashib keladi deb. Rostdan ham borganman, anaqada o'tirishardi. Yozuvchilar uyi bor, anaqada. Hadra Drujbada.
hozir mancha buzilib ketmadi. Bitta o'sha zdaniya qoldi. Qolgan hamma zdaniyaga ketdi. O'shani 9-8 etajida chiqib Ruslan aka bo'lardi, Abdullayev, taniysizmi bilmayman. Ruslan aka yo'q. Ruslan aka Abdullayev o'shalar hozir qanaqadir education bo'yicha proyekt ham qilyaptilar o'zlarida. Algoritmni bolalarga o'rgatish kitob ham chiqardilar. O'shalar olganlar, keyin ular o'zlarini shogirdlariga berganlar, o'shandan boshlanganman. Ya'ni bar networking bo'lgan. Bar networking. O'tda ham stajirovka plus o'rganish. O'tda 0 bo'lib borgansiz. O'ta 0. Endi nima dasturlashga o'sha aytgandek, dastur o'rnatish, Windows qilish, shunaqa oddiy basic narsalarni bilardim. Juda yaxshi. Keyin undan keyin rivojlanib ketgan. Undan keyin dasturlash to'xtatdim. 2 oy bo'ldi to'xtadi. Demak, bu avgust oylari bo'ladi. Sentyabrdan endi litseyga o'qish boshlangan. Litseyga kirishni boplaganman. Yomon kirganman. Endi bu yog'iga nima? Endi o'qish kerak. Dasturlashga chalg'ish kerak emas deb, shu bilan 3 yil o'qiganman o'sha litseyda. Orada Biproga ham bir 2 oymi 3 oy borgan. Bipro bilasizmi, o'quv markazi? Negadirga o'sha yerga borganman. Ishlash yo'q, qanaqa? Yo'q, o'tda o'qishga, o'tda Java o'rganganman. Java. Lekin unda ham davom ettirib keta olmaganman, chunki baribir o'qishim bor edi, universitetga kirishim kerak edi. Ya'ni orada ular ham bo'lgan, orada anaqaga ham borganman. Ko'p joylarga borib qo'ygan ekan. Sborka kompyuter bor-ku, ya'ni uni chochish, yig'ish. Unda ham zo'r insident bo'lgan. Qisqasi RAM bor. RAM-ni ikkita sistemli blokdan bittasidan ikkinchisiga qo'yganimda bittasi o'zi RAM qanaqa ikkita tarafini tushirasiz, yopasiz. Mana bu bitta tarafini tushirganman, bir taraf tushmay qolgan. Mana bundoq qiyshuv bo'lgan. Lekin bitta yoqsam poqqet kuygan. Plata kuygan. Sborkaga borib endi eslayman, bilgan narsam shu RAM-ni kuydirish bo'lganda, platami. U ham yaxshi tajriba bo'lgan. Keyin bar universitetda shuni chuqurroq o'rgandik. Plata nima, RAM nima, qanaqa ishlaydi, qanaqa qo'llanadi, yaxshi bo'lgan. Keyin уже dasturlash karyerasi shundan boshlanib ketgan. Universitetda boshlangan. Universitetda boshlangan. Universitet Inxada. Inxada. Undan keyin qaysi anaqalarda keyin уже universitet bitirgandan keyin universitet paytida ham siz ishlaganmisiz? Shunaqa 2016, 15-19 o'qigan bo'lsam, o'zi boshida nega ishlamaganman? Masalan, boyaga stajirovka o'tgan joyimga borsam katta ehtimol bilan yana stajyor qilib olishardi. Chunki yaxshi xayrlashib ketganman. Nega ishlamaganman? Birinchi semestr baribir birinchi universitetga kirishim, men o'rganishim kerak, qanaqa muhit, nimalarga e'tibor berishim kerak edi. Birinchi semestr yaxshi o'tgan va ikkinchi semestrdan aprel oyidan fevral oyida boyaga ishlagan joyimga yana borganman. Endi u odamlar ketgan. Oradan necha 3 yil o'tib ketdi, albatta. U yerda boshqa odamga uchrashtirishganda, u odam remote ishlaganlar, ya'ni bormaganlar va Hind markazida dars berganlar. Bilasizmi Hind markazini? Tatuni ichida. Indiyskiy center deydi. U yerda tatuni bolalarga va tashqaridan ham kelsa bo'lardi, bolalarga C o'tardilar adashmasam. C bo'lgan. Endi u dasturlashga kirish, C yaxshi-yu, ani low levelda yozasiz. Memorylarni o'zingiz free qilasiz, hammasini boshqarasiz, zo'r bo'lgan. O'shanda borib, bo'ldi, keling, men bitta dars o'tib, darsimda sizni ko'ray deganman, borganman, biroq darsda yaxshi qatnashganman, chunki Inxada ham bilimli olgandim, C++ o'tgandik. Bo'ldi, yaxshi, unda siz, men o'zim ishlayotgan joy bor, Alp jahon himoya bo'lardi, u anaqada edi, Jangohda edi. Jangohda o'shga keling, o'sha darsiz bo'lmagan paytga kelavering, loyihalar beramiz, kichik o'sha yerda ishlaysiz deganlar va borganman, darsdan chiqib boradigan qilganman, ham o'qib ham ishlaganman. Hop, aprel, may, iyun, iyul 4 oy tekin ishlaganman. Tekin deganda ko'p bilim olganman, ilm olganman. Barcha ko'plar senior bo'lgan. Nurmuhammad aka bo'lgan. Bilasizmi, Jobster degan startap bor, o'sha osnovatelar. Keyin hozir Nurzodbek aka bor, o'sha meni birinchi chaqirganlar, ular bo'lganlar. Keyin yana Anvar aka bilan o'sha tanishganman, Narzullayevda. Keyin Siroj aka bor, AI chi, bilasizmi yo'q? Siroj kitob ham chiqarganlar. Siroj aka yo'q, uni eshitmagan ekanman. Siroj aka o'shalar bilan o'sha tanishganman. Innopolisda magistratura qilganlar. Siz ko'rsangiz taniysiz. Ular bilan, ya'ni ko'p odamlar bilan, deyarli seniorlar bilan ishlaganman, network qilganman. 4 oy tekin ishlaganman, lekin ko'p ilm olganman. Keyin avgust oyida birinchi full time ishga olishgan. Birinchi marta turdoviy kunishgan o'shanda ochar ekan, bilishim bo'yicha. Va qaysi kompaniya bo'lgan? O'sha Aljahon. Ha, o'shda qolganman. U 432 ming, nega aynan 432 ming, $50 o'sha payt kursga urib berishgan. Birinchi oyligim 432 ming. Men eslayman, Turon bank emasdi, bitta bank bor edi, yopilib ketdi u bank. Alp Jamolmi? Alp Jamol bor. Alp Jamol yopilib ketdi. Yo'q, o'sha bankmida, yo Turkistonmida aniq esimda, o'sha kartasini eslayman, o'shanga birinchi marta 432 ming pul tushgandi. Birinchi dasturlash orqasidan. Xo'p. Bundoq qarasa, hozir yo'lingizni ko'radigan bo'lsak, doim to'g'ri muhitga tushgan ekansiz-da. Shunaqa. Doim bu omadmi yo qanaqadir qo'llanmami nima bor bu yerda? Bilmasam buni lekin. Mana litsey ham yaxshi zo'r tanlangan. Universitetda ham nega aynan Inxa tanlangan? Masalan, o'sha paytda nima sabab bo'lgan Inxa tanlashga? Inxa bo'lgani
endi u paytda boshqa universitetlarni istalganini qarasangiz, endi baribir chet el universitetiga harakat qilish kerak deyishgan uydagilar va qolgan istalgan universitetni qarasangiz, aynan ITga qaratilgan universitet bo'lmagan. Singapur unaqa emas. Yo, TATU mahalliy. Mahalliy. Chet el. Singapur unaqa emas. Westminster unaqa emas. Yana qayerda bo'lgan? Turinda unaqa emas. Turin mashina treyning. Ukam o'qiyotgan bo'lgan, bilardim. Bitta bo'lgan, lekin unda rus tilim yaxshi bo'lmagani uchun men topshirmaganman. Lomonosov bo'lgan. Lomonosov lekin ITda yaxshi edi. Lekin ingliz tilida chet elda boshqa bo'lmagan va negadir adam o'sha paytlar Koreya hali ham shunaqa lekin bunda o'ylasa Koreya ITda oldinda, ITda yaxshi, shuning uchun Koreyan universiteti bo'lsa deb yurardi, lekin ochilgan. Bir niyatga bog'liq. Ikkinchi savolingiz, onam ham ko'p aytadilar. Alloh senga yaxshi insonlarni uchratadi. Shu anaqa omading bor deyiladi, rostdan ham juda ko'p holat. Da, bundoq qarasa hozir chunki stajirovkada ham o'sha Gotruzda boshlagansiz, u yerda ham o'sha dasturlash muhiti, undan keyingi ham muhiti и причем seniorlarning ichida katta bo'lgan. Shunaqa. Shu bilmasam. Juda xos holat. Xo'p, birinchi anaqa daromad so'rayotib kelmagan. U qanaqa ощущениялар o'tgan? Qiyin bo'lmagan shu birinchi daromadgacha erishish yo'li qanaqa bo'lgan? Endi u paytda asosiy maqsad pul topish bo'lmagan. Shuning uchun qiynalganman deya olmayman, chunki Inhada o'qib yurgan paytimda bar fokus o'qish edi. Masalan, pul topishga o'zi yoshdan qiziqqanman, hali ham qiziqaman, masalan, bekitmayman. Va endi 432 ming olgandan keyin uni qiymati emas, baribir uydagilarga qisman yordam berdim. Katta summa bo'lmagan, misol uchun, to'g'risi, lekin qisman yordam berdim. Nimagadir erisha olmayman. Uydagilarga men o'sha pulni olib borib berganman, misol uchun. Bari o'zim undan ko'p rasxod qilardim, to'g'risi. Lekin uydagilar ham baribir his qilishgan, nima deydi? Boshqa chiqib aytganda, ekishgan meva daraxtlarga meva berishni boshlab degan tushuncha o'tadi deb o'ylayman. Ota-onada o'shanga erisha olgandan xursand bo'lganman. Mana shu bo'lgan. Birinchi shunaqa bo'lgan. U yoqqa ketdi, shu bilan 2 yilcha, 3 yilcha o'sha ishlaganman. 1 yil ishlab bo'lgandan keyin, ya'ni avgust 2016 bo'lsa, avgust 2017 ketaman deganman, chunki boshqa joylarda ham yaxshiroq ishlab chiqqan. Keyin aytishgan, ketish sababi yana bitta sabab finans bo'lgan, endi $50 endi bilasiz, o'sha sal ilm olgandan keyin odam sal o'ziga charchoqlanadi. Qisqasi boshqa offer berishgan, $200 deyishgan. O yaxshi deganman, men institutda o'qib yuraman, masalan $200 bu paytda normal summa. Masalan, oyiga men rasxodim bunaqa chiqmasdi-da, misol uchun $100 chiqsa katta gap edi u payt. $100 zapas. $100 zapas, lekin baribir uydagilarga berardim. Men shunaqa qilib boshlangan, bu deb o'sha 1 yil $50, keyin 2 yil menimcha $200 примерно ishlaganman, balki orada 300 ga chiqdim, aniq eslolmayman. Keyin u kompaniya transform bo'lib anaqa kompaniyaga o'tib ketgan. Kripto bilan ishlaydigan. Kripto dedim, security bilan. Kriptografiya demoqchi edim. Alp Crypto degan anaqa ochilgan, kompaniya ochilgan. U yerda endi Avengers ko'rgan bo'lsangiz, o'shalar yig'ilgan. O'tda kim? Baxtiyor akani balki tanirsiz. Familiyalari? Maqsudov. Ko'rgan, Sherzod Rahmatov bo'ladi. Sherzod ularni bilmayman. Ular anaqa hozir menimcha UIC'da ham ishlayaptilar, adashmasam. Qisqasi o'sha paytda eng kuchli o'sha mahalliy dasturchilar yig'ilgan edi. Rosa zo'r tajriba bo'lgan, lekin juda ko'p dasturchilar bilan ishlaganman. O'sha Nurmuhammad aka, Nuriddin aka, Baxtiyor aka, Sherzod aka, Farruh aka, ya'ni ko'p. Aynan kriptografiya bo'lgani uchun baribir kuchli dasturchilar yig'ilishi kerak edi, kriptografiya security. Lekin u investitsiya sababli u proyekt to'xtadi. Keyin u parallelniy men anaqada ishlashni boshladim. Inhani ichida IT lab bo'lardi, laboratoriya. U Inhada endi og'ayni menimcha tanishib bo'lardi, u Inhaga proyekt olardi, biz berardik. O'tda ozginadan keyin lead bo'ldim, chunki men bu yoqda tajriba orttirganim uchun Inhada o'qib yurganlarga nisbatan ozgina tajribam ko'proq edi. Chunki men faqat o'qimadim, men o'qiganlarimni praktika ham qildim. Keyin boya Alp Cryptoda investitsiya bilan muammo bo'lgandan keyin bitta ichidagi proyektni ajralib chiqdi. DLP degan. Hozir nomini nima qo'yishdi uni? Hozir aniq nomi esimda yo'q, lekin juda ko'p ko'rgazmalarga hozir borishyapti. Hali ham u proyekt bor, yaxshi. O'shanda qatnashdim, front end qismini o'sha yerda ko'tardim. Unda menimcha oyligim bilmayman $500 edi. Hali Inhani tugatmadim. Inspaytda. Inspaytda. Keyin Inhani tugatdim. Inhani tugatgandan keyin Inhani tugatish payti, demak aprel oyi bo'lsa, may oyida Inhani tugatdim. Oktyabr oyida graduation bo'ldi. May oyida, yo'q, aprel oyida anaqa kirdim, Uzbek Investga kirdim. Og'aynim tanishi o'tgan menejer bo'lib o'tdi. Uzbek Invest sifrovizatsiya qilish kerak edi. Ya'ni oldin faqat qog'ozda ola olsangiz, endi onlayn kirib olish imkonini beringlar deyishgandi.
u yerda anaqa bor edi, lekin platforma ko'tarishgandi, lekin AngularJS eski versiyasi va Laravelni ko'tarishgandi. Ikkita og'ayni borganmiz, o'shani ko'tarib, o'sha yerda ishlab, u yerda menimcha Hozirgi sistema o'sha siz yozgan kodlarmi? front-endi bo'lishi mumkin, bo'lishi. back-endini mani og'aynim yozgan, balki katta ehtimol bilan u ham turganda. Lekin UI'lar o'zgaribdi. Yo'llar o'zgargan. Bugun o'zi o'sha yerda birga ishlagan og'aynim bilan boshda ko'rishdim. O'sha yerda kirdik, mani sayt turibdi, kirdim. UI o'zgaribdi, lekin logika meniki deyapti. Ha, dedim, demak hali ham qolibdi dedim. U yerda ham shu bir $400 lekin ikkita ishim bo'lardi. $400, $500, $900 o'sha payt olardim. Keyin nima bo'ldi? Bir yilcha ishladim va iyul oyida, yo'q, bir yilcha emas. O'sha yil o'zida men imtihon tugatib 2019 oyida birinchi remote companyga kirdim, o'sha Cloud Linux degan. San Francisco based edi, lekin asosan ruslar, ukrainlar bilan ishlardik. U yerda nima ishlab chiqqanmiz? U yoqda operatsion tizim ishlab chiqqanmiz hosting providerlar uchun. Mana GoDaddy yoki bizadagi misol uchun Eskiz bor, Arxos bor. Ular masalan bitta server oldi deylik, u serverni userlarga bo'lib berish kerak. Misol uchun bilmasam bor. 128 GB RAM-mi? Masalan siz 2 GB dan olsa 2 GB bunga, 2 GB bunga qilib sotadi. Mana shu qismini boshqaradigan operatsion tizim ishlab chiqqan, ya'ni u оболочка deydi. Adashmasam CentOS ustida edi. Yo Kali yo Cent edi. Aniq esimda yo'q. O'shaning ustiga qurib, unda Pythonda ishlaganman, UI-ni Angularda qilganmiz. O'sha ham yaxshi tajriba bo'lgan. Birinchi o'sha yerga kirib, Scrum nimaligini bilganman va Agile da ishlaganman va testing nimaligini o'sha yerda o'rganganman. Birinchi 2019 da. Qarang, o'zi stabil daromadga chiqish dasturchida qancha muddat oladi? Men savol nega beraman? Ko'pchilik ochiq gap buni reklamalarda 4 oy o'qiyman, sizga $1000 daromad qilib beraman, 5 oy o'qiyman, sizga $5000 ishni qilib beraman degan ko'p hype'lar yuradi-yu. Ya'ni bu loyiha ham zo'r dasturchining maqsadi ham shu ekspertlardan bor haqiqatni bilish. O'zi stabil daromadga chiqish muddati qancha dasturchi uchun? O'rtacha. Stabil daromad. Stabil deganda aynan nima? Misol uchun shu summa mana har oy daromad keladi unga. Misol uchun har oy oylik oladi. Misol uchun nega mana ko'p o'quv markazlar, ko'p o'rgatadiganlar bor. Misol uchun 6 oy o'qigan, misol uchun $500 ishdan kutib turibdi degan har xil marketing reklama yotibdi-da bu yerda. Bor yo'q narsalar yotibdi. O'zi haqiqat qayerda bu yerda? Hop, o'zim misolimni aytadigan bo'lsam, misol uchun men Inxani bitirib 3 yillik Inxan bitirganman, computer science o'qiganman. Ya'ni kompyuter o'sha dasturlash asoslarini o'qiganman. Ya'ni nazariyam bor va 3 yillik tajribam bo'lgan. Chunki 2016 dan ishlagan bo'lsa, 19 tugatsam 3 yillik tajriba bilan endi ikkita ishni hisoblasa sal noto'g'riroq bo'ladi. Masalan, bitta ishni ishlaganimda o'sha payti $500 oylik ishlaganman. Ya'ni 3 yil tajriba va ham tugatibdi. Hozirgilar bo'lsa, men sразу juniordan o'sha mana shu summani kutadi, lekin menda 3 yillik tajriba bo'lgan va seniorlar bilan ishlab yaxshi tajriba orttirganman. Undan tashqari menda computer science degree'm bo'lgan. Meni holatimda shunaqa bo'lgan. Endi hozirgi holatda juda ko'p faktorlar bor. Misol uchun bola ingliz tilini biladimi, yo'qmi, asoslarni biladimi, yo'qmi? Ya'ni aniq bir vaqt aytish qiyin. Lekin o'zi qanaqa bo'ladi? Ketma-ketlik ko'pincha masalan o'quv markazi tugatdi yoki universitet tugatdi. Farqi nima? Nazariy bilimda farqi bo'ladi. Lekin shu o'sha holatda ish beruvchiga pasti ikkalasi bir xil hozircha. Hozircha bir xil. Lekin yaxshi taraf computer science o'qigan, ko'p narsalarni tezroq o'rgana oladi, chunki bu butun fundamental bilimlarni o'rganib chiqqan. Masalan, networkingni biladi. Masalan, xohlasa DevOps ketadi, xohlasa backend, xohlasa frontend. Ya'ni узкое bitta направление olmaydi. Bizlar ham shunaqa. Biz mobile o'tganmiz, security o'tganmiz, AI o'tganmiz, networking, o'sha DevOps ketadiganlar, ya'ni ko'p sohalarni o'tganmiz. Webni juda qisqa o'tganmiz. Men web menimcha bitta semestr o'tganmiz, web asosiysi anaqada o'rganganman. Tajriba ishlabdi. Undan keyin nima bo'ladi? Men o'ylayman, balki masalan juniorlarni hozir bilmasam, balki $200 yoki $300 ga ishga olar. Va realni olib qarasak, endi bu joyda yana bir narsa bor, juniorga chiqish yo'li bor. Bizda noto'g'ri tushuncha bor, universitet tugatsam yoki man o'quv markazi tugatsam junior bo'laman. Yo'q, unaqa emas. Sen oddiy bitiruvchi bo'lasan, bo'ldi, hali junior emassan. Endi junior meni paytimdagi junior talab bilan hozirgi talab farqi bor. Masalan, men payti men katta ehtimol bilan misol uchun hozir so'raydimi yo'q bilmayman, lekin Agile bilish shart emas edi men payti. Masalan, men kod yozib kirib yokida front-end frameworklarni bilishing shart degan talab yo'q edi men payti. Endi sal qila olsang bo'ldi deb shunaqa kirib ketardi. Hozir men aytganimdek boya zapis boshlanishdan oldin aytdim-ku, bozor analiz qilganda, mana junior Python analiz qilganda hozir masalan JavaScript bilish so'raydi, TypeScript so'raydi va bitta framework so'raydi.
algoritm so'rashi mumkin. Git so'raydi. Mana Git majburiy hozir. Bizda payti Git uncha majburiy emasdi, chunki o'rgatib olaman degan tushuncha bilan olishardi. Va komandni ishla olish kerak, soft skilldan so'raydi va kerak bo'lsa agile ishlab ko'rgan bo'lish kerak. Ya'ni hozir anaqa o'zgardi, nima deydi? Talablar o'zgardi. Va bilmayman, men hozir o'quv markazida qanchalik bunga moslashdi. Hozir men masalan o'quv markazida bola tugatib chiqdi, ishda soft skill so'rayapti, bola o'rganmagan bo'lsa bilmaydi. Shok bo'ladi. Yokida ikkinchisi nima? Misol uchun agile kompaniya so'rayapti, bola bilmaydi. To'g'rimi? Qanchalik u narsa o'rgatilganini bilmayman. Endi men hamma narsani o'quv markaziga tashlamoqchi emasman. Yokida universitetga bolam o'zi ham o'rganishi kerak, bilishi kerak. Bundan keyin mana junior boshlanadi va junior masalan $200, $300. Endi odatda nima qiladi anu? Oylik rasxodini yopishga yetadigan deb berishadi. Undan keyin yaqinda yana Telegramda post qo'ydim. Engineering level darajasi bizda noto'g'riroq tushuncha bor. Ko'pchilikda balki number of years ga bog'liq, ya'ni yillik tajribaga misol uchun 1 yil bo'lsa, junior, 3 yil bo'lsa middle, 5 yil bo'lsa senior. Bu noto'g'ri-da. Chunki men ko'plarni ko'rganman, mana IPAMda ham ko'rganman. 3 yilda seniorga chiqqanlarni bilaman. 2 yilda ham bor seniorga chiqqan, ishoning. O'zim real holatda ko'rgan odamlarim. Yokida mani bitta tanishim ukasi Taptalga 16mi yoshda kirgan. 16 yoshda. Endi men sizga tushuntirishim uchun, mana Skanavini bildingiz-ku. 7-sinfda Skanavini tugatgan bola. Bu bola ham, ya'ni ko'p faktor bor. Bu bola ham 16mi, 17, balki 18 yoshda Taptal kirgandir. Ya'ni o'sha Taptal bilsa seniorlar oladi degan tushunchasi bor u. Ya'ni top 1% dasturchi bo'lgandi-ku. Ya'ni aytaman, ko'p narsa nimaga bog'liq? Birinchisi hard skill bilish kerak. Ya'ni boyagi engineering level formulasiga keladigan bo'lsak, formula qanaqa? Birinchisi hard skill. Sizda agar texnik bilimlar bo'lmasa ishga olmaydi. Real olib qaraysiz. Misol uchun, JavaScript bilasanmi? Yo'q, bo'ldi, ishga olmaysan, bo'ldi. Endi siz bilan o'rganasiz. Hard skilldan o'rganasiz, bilasiz, o'sasiz, frameworklarga o'tasiz, sizni ishga oldi. Endi siz junior bo'lib kirdingiz. Endi keyingi level ko'proq hard skill ustida ishlaysiz va endi yonidan soft skill qo'shiladi. Bo'ldi. Masalan, seniorga soft skills chiqishni real deb bilaman. Chunki soft skill baribir leadership bo'lish kerak, communication bo'lish kerak, conflict resolve qila olish kerak. Bular o'rganasiz. Soft skill qo'shiladi. Aniq vaqt kerak unga. Da, endi mana o'zingizni holatingizda qarasangiz, siz mana sizni junior deb tasavvur qilsangiz, siz hard skillingiz bor, har kuni o'rganyapsiz, ustida ishlayapsiz, soft skill bor, gaplasha olasiz, muomala madaniyati bor, hammasi zo'r. Lekin bu ikkalasi ham yetmaydi. Endi uchinchi narsa qo'yish kerak. Men o'ylayman, agency yoki autonomous deydi, ya'ni siz boshqalarni turkisiz ishla olishingiz kerak. Bizda shu narsa ham kam. Ya'ni motiv emas. Misol uchun, oddiy misol, siz dasturchisiz, tiketingiz tugadi, o'tirasiz. Nima qilaydi? Yoki borib so'ramaysiz, yokida keyingi backlogdan tiket olib ishlamaysiz. Misol uchun, yokida siz ko'ryapsiz, productionda muammo bor. Buni to'g'irlashga yokida uni yechim berishga harakat qilmaysiz. Bu siz o'sishingiz qiyin. Bu narsa sizni kompaniyada ajalib turib o'sishingizga tezroq yordam beradi. Bular tez ko'zga tushadi. Dangasalik. Dangasalik balki bilmaslik ham deb o'ylayman. Ya'ni rostdan ham agency o'sha autonomously, avtonomni ishlashni bilmaydi bolalar, borligini. Lekin bu narsa juda muhim. Chet el kompaniyasi juda muhim. Masalan, men holatimda ko'p bizda anu borda, social praise'lar berib turishadi Slackda. Menga ko'p beradigan mana shu narsa, ya'ni own it, ya'ni shu narsani own qiladi yoki raise the bar deydi. Menda ikkita boshqalar ham ko'pincha mana shu narsani sezar bir-birida. Bu narsa juda ko'p qadrlanadi. Endi sizda nima bor? Mana tasavvur qiling, sizda 3-CEO-da siz zo'r hard skillingiz bor, zo'r muomala madaniyatingiz bor, lekin sizni har doim boshingiz urib turish kerak, ish qil deb. Kimga yoqadi? Da, to'g'ri. Realni olib qarang, yoqmay to'g'ri. Endi 4-inchisi bor. Bu eng muhimi, o'z mana shu uchalasi 4-inchisiga olib boradi, bu impact. Sizni qilayotgan ta'siringiz kompaniyadagi. Tasavvur qiling, hard skillingiz zo'r. Ya'ni postda ham yozdim, Litcode'da hammasini yechib chiqqansiz. Zo'r hard skill yoki hamma frameworklarni bilasiz. Soft skill zo'r, gaplashsa, tushuntira olasiz yoki muammoni yetkazib bera olasiz. Avtonomni ishla olasiz, etish kerak emas. Lekin kichkina vazifalarni qilib yuribsiz. Misol uchun front-endda button qilib yuribsiz yokida mayli sal teparoqlari oddiy landing page-ni qilyapsiz, responsive qilyapsiz, siz impactingiz faqatgina o'sha loyihada. Bu sizni masalan kompaniyani misolida baribir ish olgan odam impactiga qarab pul to'laydi. Siz masalan kattaroq impact, kattaroq loyiha qilsangiz, sizni senior deb o'ylab kattaroq oylik beradi. Siz bitta battonni qilib yursangiz, sizni junior deb o'ylab kamroq oylik to'laydi. Bu realni olib qarasa to'g'rimi? Mana istalgan biznesda shunaqa deb o'ylayman. Siz impact qanchalik ta'sir ko'rsata olasiz va 4-inchisi mana shu kamchilik bolalarda o'sha kichkina loyihalar yoki kichkina narsalarda o'ralashib qoladi va o'sa olmaydi. Bunga qo'pol qilib aytganda duham kerak, kattaroq task degani kattaroq mas'uliyat degani. Masalan, tasavvur qiling, masalan, productionga polniy javob beryapsiz. Qancha mas'uliyat? Kerak bo'lsa uxlamaysiz. To'g'rimi? Yokida katta migratsiya qilish kerak.
siz o'zingiz olib qochaverasiz, siz ko'rinmaysiz, impaktingiz past bo'ladi. Lekin uni qilaman desangiz, u qancha bosh og'riq, qancha stress. Masalan, migratsiya payti downtime bo'lmasligi uchun kechqurun bilan ishlashingiz kerak. Kechqurun 12 da yoki kechqurun 3 da, to'g'rimi? Ya'ni bu bir-biriga to'g'ri proporsional, qanchalik impaktingiz oshsa, shunchalik mas'uliyat ham oshadi, lekin shunchalik oylik ham oshadi. Hammasi bir-biriga bog'liq. Ya'ni men o'ylayman, o'ylashmasinki, men oddiy oldingi ishlarni qilib yurib ko'proq oylik olaman deb, yilim o'tgani uchun. Yo'q, unaqa emas. 10 yiling o'tmaydimi? Qilgan mehnat ham emas, mehnat qiladi. Impact ta'siring, kompaniyadagi ta'siring. Masalan, aytganimdek bitta batni qilib yurgan bilan butun kompaniyani, balki bir nechta loyihalarning infrastrukturasiga javob beradi yoki butun loyihalarga javob beradigan odamning farqini ko'rsa, impact qaysi biri bilan buniki, o'shaning uchun ko'proq oylik oladi. Shuni tushunish kerak. Yuqorida aytdingiz, juniorga talablar manda paytda boshqacha, hozir boshqacha. Hozir ularga juda katta talab qo'yib yuborilmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Masalan, endi bitirib chiqqan boladan, endi bitirib o'rganib chiqqan bolaga juda katta talablar emasmi shu requirementlar? Ya'ni soddalashtirish kerak emasmi? Ya'ni birinchisi bozordan kelib chiqadi. Demak, bozor shunaqaki, shunaqa talab qo'yilyapti. Agar bozor unaqa bo'lmaganda, talablarni pasaytirishardi. Tasavvur qiling, u talab qo'ydingiz. Masalan, hozir bitta kompaniya, fintech hub deydi, juniorga senior talabini qo'ydi. Sizlar ish topa olmaysizlar, bo'ldi. Nima qilasizlar? Middle talabini qo'yib ko'rasizlar. Middledan ham topa olmaysizlar. Nima qilasizlar? Oxiri qaytib hamma bozordagi bir xil junior talabini qo'yasiz. To'g'rimi? Shunga qarab ketasiz. Va ikkinchisi, kompaniyani, demak, hozirgi kompaniyalarni o'sha aytganimdek, talabi shunga to'g'ri kelyapti. Ya'ni masalan, oldingi balki yo'qdir, aniq eslolmayman, Git yo'qdir, endi Git talab qilyapti. Balki kompaniyalar hozir o'rgatishga vaqti yo'qdir. Uni o'rganib kelsin deyotganda. Ya'ni baribir bozor hozirgi holatdan kelib chiqib shu talablar qo'yiladi deb o'ylayman. Juniorlar olish, misol uchun, juda ishga kirish muammosi juda anaqada, katta muammolardan bittasi bo'lib qolgan. Shunaqa. Asosiy shu yuqorida aytgan talablarni bajarmaganda deb o'ylaysizmi yo nimada? Talablarni bajargani bilan ham ikkinchi asosiy faktori bor, portfoliosi yo'qligi. Juda ko'p. Masalan, menga yozishadi. "Okey, men tugatib chiqdim." Telegramdan yozishadi. "Okey, men tugatib chiqdim. Mamcha loyiha qildim." U bu deydi, GitHub'ni tashlaydi. GitHub'ni tashlasangiz, o'sha GitHub ochgandan bilasiz, juda bir oddiy ahvolda bo'ladi. Hech narsa qilmagan. Loyihalarni ko'rsangiz, GitHubda turibdi, deploy ham qilmagan, kodini ko'rishingiz kerak. Kodini ko'rsangiz ham, va loyihani ichini ochsangiz ham, masalan, junior qilib olmaysiz uni-da. Masalan, mana shu holatlar bo'lgan. Bunga qanaqa misol keltirsam bo'ladi? Masalan, bir 4 yilmi, 5 yil oldin men bitta junior emas, o'sha dasturlashga kirmoqchi bo'lgan bola, 4 yil emas ekan, 3 yil oldin bitta loyihaga junior dasturchi qo'shilgan, u paytda u junior olish planda yo'q edi. Mahalliy kompaniyada bo'layotgan ish. U bola nima qilgan? O'sha kompaniyani saytini klonni qilgan. Polni klon qilib chiqqan. Endi o'ylaysiz, uni responsive ham qilgan va ichidagi pejlargacha qilgan. Bola mehnat qilgan, bola harakat qilgan. Undan keyin umuman junior olmaymiz deb yurgan kompaniya biz olganmiz shu juniorni. Keyin hozir bilmasam, balki middle bo'ldi, yaxshi darajaga chiqdi deb o'ylayman shu bolani. Ya'ni aytmoqchiman, mana shu yo'ldan kirib ketganda, ya'ni odam harakat qilsa, menimcha portfolio loyihalar qilsa, ustida ishlasa, baribir ishini topadi. Shu ko'pincha aytaman, anu gap bor, hozir juniorlarni olishmayapti deb, lekin baribir bu chain-da, zanjirda. Juniorlar olmasa, faqat middle seniorlar olsa, bular agar junior bo'lmasa, bular yo'q, to'g'rimi? Bular bo'lmasa, tanqislik kelib chiqish kerak va baribir olinish kerak. Shu narsani ko'rmayapman. Ya'ni men AI chiqdi, juniorlar yo'q qilib yuboradi, har xil gaplar bor. Men Devin chiqdi, nimalarlar chiqdi deyishdi. Okey, chiqib ketdi, lekin middle seniorlar qanaqa chiqarmoqchi bular? Mana shu joy bor. Ya'ni baribir chaindan o'tadi deb o'ylayman. Baribir o'tadi. O'zbekistonda nega juniorlarni olish kamroq deb o'ylayman? Juniorlarni buni kim bilan gaplashdim? Men oxirgi marta kimdir bilan shu mavzuda ham gaplashdim. Saydolim aka bilan gaplashdim. Londonda hozir ishlaydi. Tanishsa kerak. Asosiy muammo nima? Siz junior tayyorlaysiz, unga senior biriktirasiz, ba'zida middle biriktirasiz, vaqt ketkazasiz, unga investitsiya qilasiz va bitta yaxshi darajaga chiqqanda ketadi. Bu narsa kompaniya uchun oruvli narsa. Nega siz shuncha vaqt ketkazasiz? Daraxtingiz endi mevaga kirgan paytda boshqasi shart uzib olib ketadi. Qanaqa uzib olib ketadi? Siz berayotgan oylikdan 2 barobar ko'p beradi. Endi aytish mumkin, ba'zi birlar, "San ham 2 barobar ko'p oylik berdi." Yo'q, mahalliy kompaniyalar bera olmaydi, chunki ular xorijiy kompaniya ko'proq ketyapti. Xorijiy kompaniya pulni chetdan olgandan keyin, chet loyihalarni qilgandan keyin ular buni o'ziga pozolyat qila oladi. Ya'ni bu pulni to'la oladi. Mahalliy kompaniya o'zi katta ehtimol bilan startap bo'ladi yoki byudjeti qanaqadir cheklangan, ular bera olmaydi. Mashq holat deb
o'zimizda ham yana ba'zi bir kompaniyalarda ham o'zim gaplashib eshitganimda o'shaning uchun ham middle seniorlar olishni boshlashgan. Nima qilamiz biz shuncha vaqt ketkazib, shuncha tayyorlab, shuncha uni mevaga chiqarar ekanmiz-da, yani 2 barobar pul berib ketadi. Men u juniorlarni ayblamayman. Juniorlar baribir finans muhim. Oilasi bor, ota-onasi bor, orzu-havasi bor, ketish kerak, lekin bu yoqda ish beruvchilarni ayblab bo'lmaydi. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Shuncha investitsiya qiladi-da, ertaga 2 barobar oylik to'langandan keyin ketadi, bularga ham minus. Shu ham muammo, ya'ni hozir o'shaning uchun ham juniorlarni kamroq olishyapti deb o'ylayman. Ya, o'zimizda ruhik mana 1-2-3 qilib o'sha mana ko'p bozorda eng ko'p hozir junior bizning O'zbekiston bozorida o'shalarga 1-2-3 qilib qanaqadir maslahat bering, ya'ni ishga kirishiga, masalan, birinchi yuqorida GitHub bilan bo'lsin, portfolio yig'sin, o'sha portfoliyoni qayerdan yig'sin, u portfoliosi qanaqa darajada bo'lsin, chunki bir xil endi bolalar bor, endi ularni men kamsitab emas, portfolioda landing page ham portfolioda hisoblayotgan bolalar ham bo'lishi mumkin-da bozorda. Ya'ni siz endi imенно front-end yo'nalishida dasturlash bo'yicha eng ekspertlardan bittasiz. O'shanga 1-2-3 qilib qisqacha maslahatini berib o'tsangiz, foydali bo'lib qoladi ular uchun. Ya'ni junior dasturchini yoki junior bo'lib kirmoqchi bo'lgan dasturchini ideal profili desak, ideal profili nima bo'lsin? Misol uchun sizga suhbatga keldi, junior bo'lib keldi, siz kimni olardingiz? Shundan kelsak, ancha to'g'riroq bo'ladi. Tushundim. Hop. O'zi boyaga formulaga ham bunday tushadi, hard skill, soft skill, ota-onamiz endi ishlash jarayonida ko'rsatadi-yu. O'zi birinchi navbatda hard skill bo'lish kerak, bilimi bo'lish kerak va deylik, mana hard skillda nimalar? Misol uchun bitta framework yo'nalish masalan. Front-enddan deylik. Men imенно front-endni oladigan bo'lsak, front-endda HTML bilish shart, CSS ni bilish shart, JavaScript bilish shart. Va JavaScriptda ham oldin bu narsalar talab qilinmagan bo'lsa, hozir men o'ylardim, endi nazariy jihatdan masalan sal kompleks bo'lgan mavzular bor, masalan event loop bo'laylik. Sal kompleks deb o'ylaymiz, uni bilgani yaxshi. Misol uchun nega yaxshi? Bir nechta dasturchini suhbat qilganingizda, agar siz boshqalardan shu bo'yicha ajalib tursangiz, ishga kirish shansingizz oshadi. Dasturchilar yozib olsanglar, endi o'rganayotganlar aniq shunaqa. Keyin TypeScriptni bilishi shart bo'lyapti. Chunki baribir hozir menimcha ko'p loyihalar JavaScriptda emas, TypeScriptda qilinishni boshlagan. Keyin baribir bitta front-end frameworkni bilish kerak. Bu Vue, Angular yoki React. Bozordan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda menimcha React, O'zbekiston bozori. keyin Vue, keyin Angular adashmasam, ketma-ketlik bittasini bilish shart deb bilaman. Buni bildi. Endi qo'shimchasiga Gitni bilgani yaxshi. Yokida masalan Tailwindni bilish kerak. Yani CSS so'z emas, Tailwindni bilish kerak. Endi o'zi ham o'tirib, masalan junior paysalarga so'ralayotgan vakansiyalarni olib, linkini yoki copy paste qilib ChatGPTga so'rab, men so'ralayotgan vakansiyalardan menga bitta umumiy hard skilllar ro'yxatini ber deb, o'tirib o'ziga ro'yxatini qilib olib, bitta o'rganib chiqsa bo'ladi. Va HTML mayli, kurs ko'raman, CSS dan kurs ko'raman, Tailwind dokumentatsiyasini o'qiyman, bu qilaman, bo'ldi, bu ketdi. Endi ikkinchi holat bor. Hard skillni siz intervyu jarayonida hammasini ko'rsatishingiz qiyin. Chegaralangan, masalan 1 soat bo'lar, 2 soat bo'lar. Intervyu, to'g'rimi? Siz masalan Tailwindni har bitta qismiga kirib yoki TypeScriptni har bitta qismiga barib chiqish qiyin. Eng zo'ri nima? Bu portfolio. Masalan, siz animatsiyani zo'r bilarsiz. Intervyuda men animatsiyani zo'r bilaman. Men Framer Notion'da ishlaganman. Men bunaqa qilib tashlayman deganingizdan ko'ra, portfolioda shu narsani ko'rsatsangiz, ham vizualni ko'rinadi, ham o'sha intervyu oluvchini esda qoladi va o'zingizga ham yaxshi portfolio bo'lib qoladi. Demak, birinchisi hard skilllarni o'rganish kerak, ikkinchisi endi hard skilllarni tez ko'rsatib berish uchun, isbotlash uchun, qo'pol qilib aytganda, portfolio qilish kerak hard skilllarni. Portfolio qanaqa darajada bo'lishi kerak desangiz, qanchalik murakkab bo'lsa shuncha yaxshi. Oddiy. Qanaqadir natijalarga erisha oladi. Bu bir-ikki, masalan, hard skill va hard skillni qanaqa qilib isbotlab berish. Ikkinchisi, soft skill ham muhim. Men intervyularda ko'p kuzatganman, bolalarda ba'zi birlarda misol uchun muomala madaniyatida kamchiliklar bor. Misol uchun gaplashishda yokida oddiy bolalar ishlar qilgan, aytib bera olmaydi. Storytelling o'zini sota olmaydi. O'zini sota olmaydi. Mana bitta jumlada o'zini sota olish kerak. O'zini sota olish kerak. Mana kuni yakshanba futbol o'ynaymiz har yakshanba. Og'aynim bilan qaytayotganimda aytib qoldik, hozir bozorda shunaqa holatki, o'zini sota oladigan, lekin bilimi boshqalarnikidan kam bo'lsa ham ishlab yuribdi. Boshqalar borki, bilimi ko'p, lekin o'zini sota olmagani uchun balki ish topa olmay yoki asro ishda ishlab yuribdi. Bo'ldi. Mana shunaqa ko'p. O'zingiz ham balki ko'rgandirsiz. O'zini sota olish, agar sizni bilimingiz bo'lib, portfoliongiz bo'lib, o'zingizni sota olsangiz, bu ideal holat bo'ladi. Chunki siz bilimingiz bor. Agar bilimingiz bo'lmasa, o'zingizni sotsangiz, baribir tegi chiqib keladi. Ba'zi yozadi. Ayniqsa, dasturlash ishlari. Lekin siz bilimingiz bo'lib, siz o'zingizni sota olsangiz, bu eng zo'r. Eng anaqasi shu.
Shu bilan endi hard skill deb aytganimdek o'rganasiz, ChatGPTga tashlab ro'yxatini qilasiz, har bittasiga vaqt kerak. Ya'ni ko'pincha aytaman, misol uchun hard skillni oldi, ChatGPTga tashladi, 10 ta hard skillni berdi, birma-bir o'shani o'rganib chiqsin. Ko'plar shuni qilmaydi. Misol uchun HTML ni bormi o'qib o'rgan. Masalan, HTML ga bitta kurs ol. Masalan, YouTube'da ham bor, o'qi, CSS'dan o'qi, Tailwinddan o'qi. Har bittasini bitishga qilginki, o'zingga ishonching ortadi. Intervyuda hayajon bo'ladi-yu istalgan odam. Hayajon bo'lmasligining eng zo'r yo'li bu ilmga ega bo'lish deb bilaman. Hayajon yengishcha eng zo'ri. Misol uchun men hozir sizni masalan hobbingizdan futbolga qiziqasizmi? Men hozir sizga futbol haqida, masalan, Manchester United yoki Real Madrid yoki Chempionlar Ligasi yoki futboldagi qoidalar, ofsaydlarni so'rasam, siz zo'r javob berasiz. Hayajonlanmaysiz, katta bilim bor. To'g'ri, bilimingiz bor-da. Men aytaman, bolalarga oldin hazillashib aytardim mana futbolchi qayerda o'ynaydi deganda javob beradi-yu bolalar. Xuddi shunaqa hard skill yoki hard o'sha intervyu questionlarga javob bera olsa savollarga intervyudan o'tib ketardi. Misol uchun oddiy JavaScriptda o'zgaruvchi nima desa, mana sharlatib javob ber. She'rni yoz. Bo'ldi. Yodlab degan tushunib. Siz ham tushunasiz. Masalan, offside nima desa, siz faqat teoriyasini yodlamagansiz, bilasiz. Masalan, asoslari bilan bilasiz. Shunaqa bilish kerak. Men o'ylayman, o'sha intervyudan o'tishning eng zo'ri, eng hayajonni kamaytirish yo'li bu ilm bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Siz nima deydi, qanaqadir bir meditatsiya qilasizmi undan oldin choy ichib olasizmi, o'zini aniq qiladigan farqi yo'q. Valerian kechib olasizmi, farqi yo'q. Baribir oxiri borib ilmga taqaladi. Chunki istalgan holatda o'zingiz ham ko'p ko'rgandirsiz. Ilm bo'lgan odam baribir uncha hayajonlanmaydi. To'g'ri, ba'zi bir chiqara olmas, ikki chiqara olmas, lekin agar ilmi yaxshi puxta bo'lsa, baribir o'tib ketadi. O'zi universitetga kirish ekzamenlarida ham odamda qachon hayajon kamroq bo'ladi, ilmi bo'lsa biladi. Masalan, men bu zadachani yechganman, men yecha olaman dedi, yechib chiqadi ko'pincha, to'g'rimi? Endi ilmi bo'lmagan yoki sal chalroq bo'lgan bo'lsa, sekin panika boshlanadi, qiynaladi, chalg'iydi, terlash boshlaydi, shu bilan qiynaladi. O'shaning uchun aytaman, eng zo'ri futbolchini komandasini aytib bera olsan, xuddi shunaqa savollarga javob bera olgan bo'ldi, o'tasan. Ko'pincha o'tadi-da. Yaxshi. Siz intervyularda ham ko'p qatnashgansiz. Junior levelda ham intervyular qilganmisiz? Ko'p qilganman. U qanaqa eng qiziqarli kalla qo'yishlar bo'lgan, qanaqa voqealar bo'lgan? Xo'p, voqealar har xil bo'lgan. Aniq bittasini eslashimmi? Endi ko'p bo'lgan. Misol uchun home task berganmiz. Uyga vazifa beramiz. Nega? O'zi intervyu jarayoni bu ishga olish jarayoni, bu hiring pipeline deydi. Ya'ni ishga olish pipeline-ni qurasiz. Pipeline deganda bir nechta etaplardan tashkil topgan bo'ladi. Birinchisi e'lon berib olasiz, keyin e'londan rezyumelar kelib tushadi. Rezyumeni HR bitta check qiladi, bitta step, keyin yokida HR yokida texnik odam oddiy suhbat qiladi. Ikkinchi etap soft skilllarni tekshiradi, keyin hard skillga o'tadi. Endi men ko'pincha nima tavsiya qilardim? Endi qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmayman, bu kompaniya talablaridan kelib chiqadi. Oraga home task qo'ysa, home task nima? Mana senga requirement, shunaqa loyiha qilib kelishing kerak. Bir kun vaqtingni olar, balki 2 kun olar, balki 4 soat olar. Bizda ko'pincha 4 soatgacha deb berardi o'sha chet ellik kompaniyalarda. Masalan, 4 soatdan ko'p vaqt ketkazma, baribir ba'zida ketkazishingiz mumkin. Mana shuni qilib kel. Bu nima beradi sizga? Birinchidan, sizning intentioningiz, ya'ni rostdan shu kompaniyaga kirishingiz qanchalik xohishingiz bor. Ba'zi birlar bor, zadacha qilib kelmaydi. Sizga yaxshi, u texnika ham o'tkazib o'tirmaysiz, bo'ldi. Bu bola o'zini vaqtisi ham ketmadi. O'zini fani xuddi shunaqa. Ikkinchisi, bu bola requirement shunaqa qilinardiki, aniq emas. Aniq emas, o'zingdan kelib chiq. Bu bola o'zi qanchalik harakat qilyapti. Misol uchun biza forma qildirdik, lekin formada validatsiya bo'lsin, bosganingiz mana bunaqa bo'lsin, submit buttonda dumaloqni loading chiqsin demasdik. Masalan, front end bo'lsa, back end bo'lsa ham API lar mana bunaqa nomlar, mana bunaqa API bo'lsin yoki mana bunaqa verifikatsiya qilib ular aytilmasdi. Ya'ni siz bolani o'zidan kelib chiqish, boyagi inisiativasi qanaqa, proaktivligi qanaqani tekshirasiz. Va uchinchi kodini tekshirasiz. Kodini qanchalik yaxshi yozyapti, qanchalik yomon yozyapti, shuni bilasiz. Ya'ni real hayotda baribir siz event loopni masalan ishlatmasa, kodi muhimroq-da baribir, misol uchun. Endi masalan holatlar bo'lgan, kodni o'zi qilmagan, GPT ham emas. Stack boshqa bo'lgani uchun boshqasiga qildirgan. Endi bu holatda nima qilinadi? Koddan bitta joy topasiz, yoki kamchilik topasiz, ko'pincha bo'ladi, yokida siz hamma joyini o'zgartirib berdingiz. bo'ldi, dumkaga. Shu joyda kodini tanimagan odamlar bo'lgan. Mana qarayapti, bu meni kodim emas, deyapti. Tepasida papkasida ism familiyasi turibdi, lekin boshqa holatlar bo'lgan. Yana shu savol, mana kod reviewlar ham qilinadi intervyuda, to'g'rimi? Bolalarda asosiy kamchilik nimada o'tdi? Shuni ham bir sanab o'tib ketsak, men misol uchun task beryapti. Task berganda. Task berganda kod review qilyapsiz. O'sha junior developerlar imенно nimasida kamchilik qilyapti?
o'zi kod yozishgacha bo'lgan holatda bitta kamchiligi bor. O'zi birinchi kamchiligi, men ko'p eshitganman. Bular zadacha berib o'zini ishini qildiryapti degan tushuncha bor-da. Bu noto'g'ri. Bu berayotgan zadachachi bizga kerak emas. Real o'qishga ishlatib bo'lmaydi. Har doim masalan 9 ta, 10 ta developerga bitta zadacha berib, mana bunaqa tushuncha bor ekan, men bilishim bo'yicha o'sha zadachalarni berib, loyiha qildirib olishar ekan. Nerealniyda u. U qanaqa kod yozadi, har bittasini yig'ib bir-biriga u bog'lab chiqish undan ko'p vaqt ketib qoladi-da. Bu narsa yo'q deb bilaman. Balki kimdirlar qilgandir. Lekin masalan biz mana shu paytgacha nechta intervyu qilgan bo'lsak, bu narsa umuman xayolga kelmagan. Masalan, loyihani qildirib olish, u zadacha beruv, nerealda 4 soat, bir kunlik narsada qildira olmaysiz. Real kodga access bermaysiz. Prosta o'zi repo ochib noldan qiladi. Siz faqatgina ingliz tilida yoki o'zbek tilida instruksiya berasiz. Mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa page bo'lsa, bu. Ikkinchi eng ko'p qilishadigan xatolar bu deadline-ga ulgurmaslik va cho'zish so'rash. Juda ko'p bo'ladi. Asosiy ishim bo'lib qoldi, mana bunaqa bo'lib qoldi, mana bunaqa bo'lib qoldi. Shu holatda baribir vaqtingiz o'zingizga bo'lgandan keyin reja qilishingiz kerak. Ekstrem holatda bo'ladi 100%, okey, lekin bizda negadir juda ko'p bo'ladi. Aytib qo'ying, misol uchun siz taskga payshanba yoki chorshanba qabul qilib oldingiz, men ertaga ishlay olmayman. Men faqatgina shanba o'tira olaman, shanba kuni vaqt ajrata olaman va yakshanba sizga tashlab beraman, bo'ldi aytib. Qabul qiladi, bo'ldi deydi, okey deydi. Keyin shu bilan yakshanba bo'ladi, siz qaytib chiqasiz. Okey, vaqtim bo'lmadi yoki endi vaqtim bo'ladi, shanba yakshanba deydi. Shu bilan yaxshi information o'tib qolmaydi. Bu yomon. Ikkinchisi, kodga keladigan bo'lsak, hali yana kod yozish jarayoni okey. Boya aytganimdek, best practicelarga amal qilishmaydi va common senselarga amal qilishmaydi. Common sense degan oddiy front end oladigan bo'lsak, loading state qo'ymaydi. Biz maydalab aytmaymiz, buni bilish kerak. Chunki ertaga ishda ham har bir narsa maydalab beravermaysiz. Aniq startup bo'lsa, bo'ldi. Masalan, forma qilib bo'ldi. Loading state bo'lish kerakligi, qabul qilganingizda rangi ocharish, to'qarishi, disable bo'lishi, yana bosib tashlash mumkin emasligi, balobati, masalan, bounce bo'lishi, password yokida forma to'ldirganingizda search payti, bu hammasi o'zini tajribasi, best practice, common sensedan kelib chiqish kerak. Ko'plarda shu narsani yo'qligini ko'rganman. Bizda mahalliyda. Anaqada bor lekin, globalda bor. Globalda ko'pincha yaxshi qilib kelishardi, men. Endi menimcha u yerda o'rgatish yaxshi qo'yilganda, bo'lishi mumkin. Bu yerdan kelgan bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lishi mumkin. Bizda shu kamchilik bor. Junior dasturchilar shu narsalarni yozib olsanglar, xudo xolasa intervyulardan yiqilmaysizlar. Shunaqa yaxshiroq o'tadi. Endi kodda hammada har xil, bir aniq kodni aytishim qiyin. Endi kodni juda yomon deya olmayman. Ko'p ko'rganlarimniki. Lekin kodgacha bo'lgan joyda ko'p xatolar qilishadi-da, shuni to'g'rilashlik kerak. Chunki hozir endi biz berayotgan tasklarni kodichi ko'proq bir xilroq bo'ladi-da. Hammasiniki bir xil, lekin boyaga aytgan faktorlar bor, shu rol o'ynaydi. Asosiy faktorlar shu. Asosiy rol. Va yana bitta follow up savol beramiz-ku, o'shani qila olish yoki qila olmasligi ham katta rol o'ynaydi. Ba'zi birlar qila olmaydi. Shunisi bor. Xo'p, Ulug'bek aka, mana intervyularga o'zi ham ko'p qatnashgansiz, ya'ni topshirish bo'yicha. Ya'ni ishga kirgan topshirish, yiqilganmisiz? Yiqilganlaringiz ham bo'lganmi? Yiqilish intervyulardan. Xo'p, o'zi juda ko'p topshirganman deya olmayman. Ko'p lekin qabul qilganman intervyu. Topshirganlarimda bir ikkitasini eslayman. Home task berishgan. Qilganman, Germaniya kompaniyasi bo'lgan. Ikkinchi etapidan ham o'tganman. Uchinchi etapida отказ berishgan. Sababini boshqa kandidatni oldi deyishgan, o'sha esimda qolgan. Bu demak 2020-2021-yillarga to'g'ri keladi. Как раз EPAMga kirayotgan paytim shu holat bo'lgan. Undan keyin oxirgi 3,5 yildan beri ko'p chiqishadi, LinkedIndan taklif bilan chiqishadi, lekin intervyu uncha topshirib ko'rmaganman. Chunki faqat intervyu olish bilan o'zi bandman ko'p. Chunki savol beraman, ko'pchilik borlar, o'rganib chiqayotgan borlar intervyudan yiqiladi. U motivi tushib ketadi. Manda dasturchi chiqmas ekan, manda bu ekan degan motiv tushib ketadi. O'shanga savol beraman, ekspertlarga ham, misol uchun topshirganda baribir ham yiqiladi, u normal holat. Shunaqa yiqilganman. Undan oldin balki yiqilgandirman, ya'ni endi karyeramni boshlayotgan payti. Aytgan junior sifatida boya to'g'ri odamlarga tushganim uchun uncha ko'p ishlarga ham topshirmaganman-da. O'zbekistonda mahalliy kompaniyalarga islomiyman topshirganimmi, chet ellarda endi topshirib, umuman rezyumemni ko'rib chiqishmagan holatlari bo'lgan. Intervyugacha ham bormaganman. Lekin aytganingizdek, yiqilish normal holat. Bu payti nima deydi, odamni anaqa ko'ngil tushib ketish kerak emas deb bilaman. Baribir faqat yiqilganda ham undan dars olish kerak va men
kuzatganlarim ko'pincha intervyu olayotgan odamni yoki o'sha kompaniyani yomonlashni boshlashadi. Ya ular o'zi olmoqchi emasdi, ular o'zi noto'g'ri bergan, qiyin qilib yuborgan, bu senior savol men javob berdim, u noto'g'ri tushundi va hokazo. Okey, bo'lishi mumkin bu holatlar, lekin kam kuzatiladi deb bilaman. Har doim ham intervyu olayotgan odam xato qilmaydi. O'zi men o'ylayman, odam o'zi bilan har doim to'g'ri bo'lishi kerak, o'zini aldamaslik kerak. Biz ko'p aldaymiz. Ya'ni ko'p aldaymiz. Unday o'zimizdan mas'uliyatni javobgarlikni olishga harakat qilamiz. Javobgarlikni ol. Okey, yiqildim. Xo'p, nimaga yiqildim? Nima savollar berildi o'zi? A B C D E F masalan savollar berildi. Xo'p, qaysi biriga javob berdim? Qanaqa javob berdim? To'xta, o'zi internetni ochib ko'ring. Shu savolim qanchalik to'g'ri bo'lgan? Javobim. Okey, menimcha joyi to'g'ri ekan. Xo'p, keyin follow up savol berdim. Unga javob bera oldim, bera olmadim. Okey, mana bitta minus. Bu deb. Ya'ni o'ziga real baho bera olish kerak-da. Okey, menda ayb bo'ldi. Men mana bu joylarda xato qildim. Keyingi safar shu joylarda xato qilmayman, o'rganaman, keyingi safar kiraman, o'taman deyish kerak-da. Bizda kiradi, ba'zida o'ta olmaydi, ayblaydi, keyingisiga xatolardan xulosa chiqarmaydi, yana xuddi shu savol tushadi, yana xuddi shu savol yiqiladi. Men o'ylayman, bir 10 o'zi intervyuda savollar qaytariladi. Masalan, oddiy JavaScript bo'lsa, backend va frontend farqi o'sha varlet const, o'zgaruvchilar, call stack, time closure balobatir bo'ldi. 10 ta intervyudan yiqil, 11-da endi baribir shu savollarga javob berasan. Endi bo'ldi-da, mana shu qanaqa. Yo'q, realni shunaqa, lekin ko'pincha kuzataman. Chunki meni ham bitta tanishim birinchi yil IPAM topshirganda Chrome'ga, keyin o'zi yaqinda YouTube'da loyiha chiqaraman, mana shu intervyu savollarini tahlil qilishdi, real bo'lib o'tgan. O'tirimiz, feedback bergan, ko'rib chiqdik. Bir nima deydi? Shunaqa yomon javob berganki, men sizga aytaman, masalan git endi unga middle ga topshirganda gitda faqat o'zi 3 ta komandani bilar ekan. Git add, commit, push bo'ldi. Hop, merge qilishlarchi konfliktli uni ishlatmaganman. Okey. Yokida yana nima? Code review emas. Anaqani tushgan array method bilan object methodga umuman javob bera olmagan. Masalan, nima qilding? Nima o'tdi? Shuncha ishlaring-ku deb. Keyin to'xtatib, okey, bu bo'lmaydi. Endi nima qilamiz? Endi to'g'ri tayyorlanish kerak, feedbackdan to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Tayyorlanib, keyin o'tib, bu necha yil bo'lib ketdi. Shu bilan o'tib ketganda, misol uchun oddiy misol. Ana shunaqa holatlar bo'lgan, xulosa chiqarilmagan. Lekin agar xulosa chiqarib harakat qilsa 5 tada, 7 tada, yo 10 tada, oxiri 11-chisi bo'ldi, hamma savollarni yodlab olgan bo'ladi. Yana shu jihatdan yodlab olishni tushunish kerak. Masalan, realni tushunib, faqat sharhlatib aytib berish emas, uni tushunib aytib bera olsa o'tadi baribir. Ikkinchi savol, Ulug'bek, mana anaqa EPAMga undan oldin qaysi kompaniyada ishlagansiz? Cloud Linux. U ham international. Remote. Undan oldin anaqa. Unda o'z mahalliy kompaniya. O'zi qachon sizda ishonch paydo bo'lgan, o'sha xalqaro kompaniyalarga ishga topshiraman, o'sha ishlashim kerak degan. Nima hisobda endi xalqaro kompaniyalarga o'tishga qaror qildingiz? 2019 agar universitet tugatgan bo'lsam, o'sha payt Uzbek Invest ishlardim. Menimcha, meni qaysidir kursdoshim global kompaniyaga kirgan, tajribasi kamroq bo'lib, bilishim bo'yicha-da, mobil developer edi, Android edi. Keyin o'shandan ko'rib so'raganman, qanaqa kirgansan, Telegramda kanallar bor, kirasan, ishlar chiqadi, apply qilasan, rezyumeni tayyorlaysan, o'tasan, okey deganman. Bo'ldi, mana ko'ring, nima yo'qotdim. Keyin qo'rqish kerak emas, hech narsa yo'qotmaysiz. So'ndan bir tajriba bo'lib qoladi. O'sha birinchisi yoki ikkinchisiga topshirganman. Skype'da intervyu bo'lgan, payt Skype edi. Keyin Skype'dan o'tib, keyin technical intervyu bo'lgan, undan o'tganman. U bilan keyin menejer bilan bo'lgan, shu bilan o'tib ketganman. Ya'ni endi turk nima bo'lgan, boshqalarni ko'rganman. Okey, boshqalar o'tyapti, nima o'tolmagan deb shu bilan o'tib ketgan. O'tda front-end bo'ldi. O'tda aytganimdek operasion sistema bo'lgani uchun front-end Angular edi, lekin back-end qismi emas, biz utility yozardik. Ya'ni operatsion sistemada ma'lumotlarni olardi. CPU yokida RAM yokida qaysi protsessor ishlayapti, uni bo'lish, misol uchun nimadir LV cage cage LV degan bitta utilitasi bo'lardi. Ular Pythonda yozardi. Python bilan Angular edi. Hozir siz full stack developer, ya'ni front-end, back-end bemalol yozasiz. Oxirgi paytlar deyarli 3 yildan oshdi. O'zbekistonda masalan proyektlar qildik. O'zbekiston holatida menda yaxshi tajriba nima bo'ldi? Komandani shakllantirish, masalan, yana qisman PM. O'z nima bo'ldi? O'zbekistonda loyiha qilganimizda boshida deyarli hamma ishni o'zim boshladim. Misol uchun front, back, DevOps, PM yo'q edi, chunki komanda yo'q edi. Qolgan qismlarni ham keyin nima bo'ldi? Front-endchi oldi, front-enddan topshirdim. Back-endchi oldi, back-enddan topshirdim. Keyin hali DevOps olishmagan, lekin o DevOps уже setup bo'lgan. Shunaqa qilib nima bo'ldi? Deyarli har bitta stackni ishlab chiqdim. Yaxshi tajriba bo'ldi. Va hozirgi kirgan kompaniyamda ham, hozirgi ishlayotgan 3,5 yildan beri ishlayotgan kompaniyamda ham shunaqa tushuncha faqat seniorlar oladi. Va hamma stackda ishlay olishi kerak. Shunaqa tushuncha. Misol uchun siz birovni kutib o'tirmaysiz.
front enddan qilasiz. Front endni bizada Reactda va Next.js'da, backendda Python bilan Fastify, TypeScriptda Node.js. Infrastruktura bizada GCP, Google Cloud ishlatamiz va Terraform ishlatamiz. Ana infrastructuresda kod yozib infrastrukturani to'g'rilaymiz. Undan tashqari bizda yana bitta yaxshi joyi bor. Keyin bizda QA yo'q. QA yo'q, biza automation yozamiz. Ya'ni QA ham vazifasini qisman bajaramiz, to'liq automation bo'lgan. Va yana bitta yaxshi taraf bor, hammaning darajasi yaxshi bo'lgani uchun hamma bitta loyihaga PM bo'ladi. Misol uchun, umumiy komandada bir 5 xil, 10 xil feature deylik, featureni loyiha deb qabul qilamiz, kattaroq bo'lsa, hamma PMlik qilib chiqadi. Misol uchun, men oxirgi PM bo'lgan loyiham qachon bo'ldi? Endi eslab qolganim, masalan, homepage polni redesign qilganimizda, noldan animatsiyalari bilan men PM bo'lganman. Men 5 ta dasturchi bo'lsa, qolgan 4 ta dasturchini boshqarib, masalan, mana bunaqa qilamiz, mana bunaqa sync up, management bilan sync up qilib shunaqa qilib o'tganmiz. Va undan tashqari anaqani ham ko'p qilamiz, hali ham qilamiz. Analitika qismi bor. Product analitika qilamiz, A/B testlar qilamiz, eksperimentlar qilamiz, shu taraf. Ya'ni bu yoqda aytmoqchiman, backenddan frontend, DevOps, QA, PM, masalan, bir oyda bir marta kamida PMlik qilaman-da. Va qisman PO'li ham bizda yana bitta narsa bor, product ownerli ham bo'lishi kerak. Shunaqa holatlar bo'ladi, owner sifatida siz kerak bo'lsa feature dizayni bo'lmasa, o'zingizdan kelib chiqib qilishingiz kerak. Mana shu holatlar bor, yoki analitikani yo'lga qo'yishingiz kerak. Misol uchun, yangi feature qilib chiqdingiz, bu feature qanchalik yaxshi ishlayotganini qatdan bilasiz, analitikadan bilasiz. Foydalanuvchilar qanchalik bosyapti o'sha buttonni, qancha sekund o'tiribdi o'sha pejda va hokazo. O'shaning uchun hozirgisida eng yaxshi tajribam shu bo'lgan. Hamma stackda ishlab chiqqanim bo'lgan. Hali ham ishlashimda. Qaysi biri qiyin? Qanaqa ma'noda? Buladimi? Hop, back, front, QA qiyin emas deb bilaman. Bir-biriga juda yaqin, hammasi web, baribir web-ku, web. Hop. PMli ham uncha qiyin emas, hamma darajasi yaxshi bo'lgani uchun qilsa bo'ladi. Da. Product ownerlik qiyin, nega product ownerlikda siz ko'p narsalarni o'rganishingiz kerak. Kompetitorlarni o'rganasiz, ko'rasiz. Masalan, A/B testlarni qanaqa yo'lga qo'yish. Endi bizda PO'lar bor, lekin hozir oldin qilganmiz. PO'lar deyarli kamroq bo'lgan payt, hozir endi product ownerlar bor. DevOps ham uncha qiyin emas, to'g'ri yo'lga qo'yilgani uchun. Misol uchun, nimadir xato qilib qo'ysa, devda o'sha bilinadi yoki umuman merge bo'lmaydi va uni kuchli ikkita DevOps review qiladi. Shuning uchun confidence bor, ishonch bor. Agar menimcha boshqa DevOpslar bo'lmasdan menim qilgan o'zgarishim to'g'ri productionga chiqqanda eng qiyini shu bo'lardi. Shuning uchun qiyin deya olmayman, hammasi o'ziga yarasha. O'ziga yarasha-da. Hop, siz ikki xil, ya'ni mahalliy kompaniyada ham, xorijiy kompaniyada ishlagan. Qanaqa farq bor? Misol uchun ish tashkil qilish jihatlama kompaniyalarda. Nimaga misol uchun o'zbek kompaniyalarida kamchiliklar bor, ko'rgansiz, meni xalqaro tajriba olinmagan. Hop. Masalan, oddiy tech stackga keladigan bo'lsak, bizada qanaqa ma'no tushuntirsam bo'ladi. Misol uchun ba'zi bir best practicelar bizada yo'q deb bilaman. Misol uchun bizada o'zimni chet ellik kompaniyasida nima yo'lga qo'yilgan? Masalan, oddiy alerting yo'lga qo'yilgan. Servislar ko'p, mikroservislar, qaysidir mikroservisda anomaliya bo'lsa xabar beradi. O'zbekistonda ham shuni yo'lga qo'yganlar bordir. Bor deb bilaman, lekin hammasida emas. Masalan, bizda anomaliya bo'lsa, srazi Slack message keladi. Mana AI, mana endpointingda 500 so'rovlar ko'payib ketdi, qarab qo'y. Yokida undan tashqari yana automation, hozir bizda polniy automation qilingan. Test yozmasdan PR merge qila olmaysiz. Real qila olmaysiz. Men zo'r PR qildingiz, hamma narsani test qilsangiz ham yo'q, qila olmaysiz. Va ba'zida bo'ladi, umuman kodni run qilmasdan faqat test orqali PR merge qilasiz. Shart emas kodni run qilish, shu testing sani confidence ishonchingni ko'rsatadi deydi. Yana nimalar bizda bor? Yana ko'proq automation tomonidan o'sha observability, logging, alerting, tag deplar bilan ishlash misol uchun bizda yo'lga qo'yilgan. Ya'ni ko'p mash best practicelar bor, bizda hali yo'lga qo'yilmagan. Bu ko'proq tech tarafdan deb o'ylayman. Masalan, oddiy endi bizda ham hozir sekin yo'lga qo'yishni boshlashdi. Oldin yo'q edi, dev, staging, prod environmentlar bor. To'g'ridan-to'g'ri merge qilib bo'lmaydi. Yoki code review madaniyati masalan nisbatan yo'lga qo'yilgan. Keyin bizda yana bir narsa bor. Bizda kompaniya startup bo'lgani uchun va founderlar yosh va aktiv bo'lgani uchun AI ko'p integratsiya qildiradi. Ya'ni masalan, Cursor'ni o'tgan yili avgustda olib bergan, 1 yildan oshyapti. O'sha hammaga highly recommended qilib yo'lga qo'ygan. Ya'ni ishlatsang yaxshi, ishlatganing yaxshi. Ishlatmasang yomon emas, lekin ishlatganing yaxshi degan tushuncha bilan qilgan, hamma ishlatadi. U productivityni oshirgan. Zapier'da automationlar qilingan. Ya'ni shu tomonlama. Keyin menimcha bizda
Endi imkon bormi yo'q bilmayman, lekin data driven decisionlar kamroq deb bilaman. Bizda data team bor, katta 5 ta, 6 ta, balki undan ko'pdir. Deyarli hamma qarorlarimiz dataga asoslangan bo'ladi. Foydalanuvchilarni harakati, nimalar qilyapti, hammasi shunga. Ikkita odam yig'ilib qo'yilib mana Ha, yo'q, unaqa qilinmaydi. Shu taraflama bor. Bu o'sha best practice tomonidan bo'ladigan bo'lsa. Endi soft skilllarda ham bizda baribir sezaman u. Bor. Endi yomon demayman uni. Okey, mana shunaqa munosabatlar baribir bor va bizda ish bilan shaxsiy anaqani ko'p aralashtirib qo'yishadi deb o'ylayman. shaxsiy muammolarini. Muammolarni. Yoki masalan code reviewni oddiy holatidan olsangiz, code reviewda siz code review qilib komment tashlab ketgan paytingiz o'ziga olish holatlari ko'p bo'lgan, men ko'p kuzatganman. Bu narsani tushunish kerak, seni o'zing emas, sen yaxshi odamsan, sen yomon odam emassan. Koding kamchiligi bor, o'sha kamchiligini to'g'riladi deb uni nima personal olish kerak emas. Mana shu tomoni bu endi bu soft skill. Yoki conflict resolution, konfliktlar bizda bo'ladi. Reallan qarasak bo'ladi. O'sha holatda keyin endi balki yo'lga qo'yilgan one to one meetinglar bo'lishi kerak, menejer bilan o'shalarni yo'lga qo'yish kerak. Yoki muammo bo'ldimi, sezyaptimi? O'shani tezroq hal qilish kerak. Ya'ni soft skillda ham shu taraflama kamchiliklar bor deb bilaman. Masalan chet elda bizda compensation policylar aniq yo'lga qo'yilgan. Masalan 6 oyda bir yoki 1 yilda bir survey bo'ladi, surveylar to'ldiriladi, sen haqingda to'liq feedback yig'iladi, o'zingdan feedbackingni berasan va 1 yildan keyin yoki 6 oyda ko'rib chiqamiz, oyliging oshadi, oshmaydi, bo'ldi, aniq. Bizda bu aniq bo'lmaganligi uchun, ko'p holatlar yo'lga qo'yilmaganligi uchun har 3 oyda, har 2 oyda esga kelib qolsa yoki o'rtog'i yaxshiroq ishga kirib qolsa, ko'proq oylik olishni boshlasa, kelib oylik oshirish so'raydi, mana shunaqa. Shu taraflar bor. Rag'batlanish taraflarichi? Qanaqa yo'lga qo'yilgan chet el kompaniyalarida? Rag'batlantirish deganda, masalan bizda qanaqa, bizda remote ishlaganimiz uchun adashmasam, aniq summa esimda yo 150 yo 200 dollar oyiga uyingizga remote environment qilish uchun pul beriladi. Masalan, desk olsangiz bo'ladi, stol yoki monitor olsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Har oy beradi. Har oy beradi. Har oy beradi. U keyin qaytarib beradi. Bizda shunaqa yo'q, ishlaganda qaytarib beradi deydi, unaqa emas. Yo'q. Undan tashqari notebook beradi, bergan birinchi o'sha kirganimda. EPAM adashmasam ham kirsa, remote kirsa, anaqa notebooklar. EPAM beradi, EPAM notebook, sumka, monitorlar beradi EPAM. Faqat u olib qoladi. O'ziga. EPAM olib qoladi. Manikida olib qoladimi bilmayman, hali ishlataman deydi. Endi ancha masalan 3,5 yil bo'lib qoldi. Endi mana masalan O'zbekistondan u yoqqa jo'natishim balki ularga qiziqmasdir masalan, balki qimmatga ham tushar. O'shaning uchun lekin 200 dollar, 150 dollar masalan alohida beradi. 1 yilda masalan bu summa ham 2000 dollar atrofida bo'lsa, bemalol uyingizni setup qila olasizda. Misol uchun bu bir. Ikkinchisi 1 yilda 1 marta yoki hozirda 1 yilda 2 marta sizni remote ishlaganingiz uchun, endi bu remote kompaniyalar ko'proq offsite-ga chaqiradi, hamma yig'iladi. Misol uchun birinchi yili birinchi yili Portugaliyaga bora olmadim, lekin ikkinchi yili Gretsiyaga, uchinchi yili Ispaniyaga bordim. Kompaniya hisobidan to'liq qoplaydi. Bu yili o'sha siz bilan podkast qilishimni kela olmaganim sababi bu yil Londonga bordim, misol uchun chaqirdi kompaniya hisobidan. Kompaniya hisobidan bo'lmadi bu safar. Nega? Chunki mayda borishim kerak edi, lekin viza olib berdi. Viza qismida yordam berdi, viza oldi, viza fillarimni to'ladi. Mayda borganimda kompaniya hisobidan bo'lardi. Mayda bora olmadim, vizam bir kun kech chiqdi. Endi avgustda o'zim borib keldim, o'shunda ham kompaniya baribir viza olib berish, boshqa xarajatlarni qopladi. Endi bu yil yana offsite bor, agar viza chiqsa, uni ham to'liq qoplab beradi. Ya'ni aytmoqchiman, shu taraflama ham bor. Agar chiqsa, Fransiyaga chiqish kerak. Endi bilmasam bir 10 kun vaqt qoldi, kutyapman vaziyatga qarab. Chiqsa bu yil ham endi lekin uzoq vaqt bo'lmaydi, 3 kun. Lekin 3 kun bo'lsa ham davlat ko'rib kelasiz. Endi men ko'pincha borsam 3 kun emas, 10 kun, 15 kun qilaman, qolganini o'zim qoplayman. Chunki viza protsessi shunaqa bizda qiyinki, shuncha hujjat yig'ganingizdan keyin 3 kun jalga ko'rinadi. Yig'asizda, 3 kunga chiqib kelsa, alam qiladi. Yugur o'zi emas-da. Yugur o'zi emas, kutasiz. Turasiz, o'chirib olasiz, asabbuzarlik bo'ladi, dokument yig'asiz, bank statement olasiz va rasaga tarjima qildirasiz. Shu tomonlama. Xo'p, demak aytganimdek, odatda equipmentlar beradi. Remote company bo'lsa, o'sha setup qilishingiz uchun uyingizga qanaqadir pul ajratadi. Undan tashqari offsite-larga chaqiradi va rag'batlantirish boshqa. Endi bir qanaqadir bonus, unaqa narsalar yo'q bizda. Misol uchun men hech islomiyada. 1 yilda bir, masalan, compensation review bor, oylikni ko'rib chiqadi. Okey, 1 yilda bir, 6 oyda bir. Bu tomonlama shunaqa. Endi yaxshi tarafi yana masalan 9 dan 6 gacha, endi 9 dan 6 gacha aniq demaydi, overtime. Men ko'proq overtime ishlashga o'rganib qolgandim oldin. O'zim uchun prosta maza qilib ishlab, men shunaqa Slack'im yonimda telefonda bo'lgani uchun soобщениyaga kiraveraman-da. Oxir urishib berishdi, kechqurun o'tirma, sen o'zi kunduzdan bir ishlayapsan deb, o'shandan keyin sal work life balance bo'ldi. Ya'ni shu tomonlama ham qarashadi. Ko'p ishlavermayman deyshadi.
Teskari-ku. Endi u anglichalar va yevropaliklar bunga qattiq qaraydida. Menimcha lov tomondan ham qattiq bo'lsa kerak. Ya'ni qonun taraflama ham menimcha ularga qattiq turadi baribir. Chunki pul to'lash kerak, o'sha bo'ladi. Pul to'lash kerak, hokazo burnout bo'lishni ham xohlamaydi ishlar. Yomoni burnout bo'lib ishchisi ketsa, uni o'rnini qoplash u undan qimmatga tushadi. Shuning uchun kamroq ishlatadi, shu taraflama yaxshi. O'zbekistonda men bilgan joylarda perklar ko'p emas lekin. Tan olish kerak, perklar ko'p emas. Bersa monitor beradi. Menimcha, notebooklar berishni boshlashdi. Adashmasam, men aniq bilmayman, berishligi mumkin qaysidir kompaniyalar. Lekin boshqa perklar nima bo'lishi mumkin? Endi bizda 13-oylik degan tushunchalar bor menimcha. Ya'ni shu taraflama beradi, okey, bor. Bonuslar berishi mumkin menimcha, KPI'larni qila olsa. Shunaqa. Lekin ko'p ishlash holatlari bizda bo'ladi-da. Bor. Normal holat bo'lib qolgan holatlar ham bo'ladi-da. Mana ko'p xalqaro kompaniyada onlayn remont qilib ishlagansiz. Faqat remont o'zi. Faqat remont. Offlaynni nima qarab ko'rmagansiz offlaynga borish, yo nima to'sqinlik qilgan offlayn ishlashda? Relokatsiyadami? Mana xo'p, relokatsiya va holatlarni ko'rganman. O'z ipam bilan ham US ketsam bo'lardi. L1 vizamga topshirsam bo'lardi, chunki 1,5 yilmi, 1 yil nechta oy ishlab qo'ydim. Undan tashqari hozir kompaniya ham chaqirgan Londonga relokatsiya masalasida. Xo'p, nima kamchiliklari bor? Birinchisi, chetga ketganda oylik ko'p bo'lsa ham, rasxod ham shunga yarasha ko'p bo'ladi. Ya'ni agar siz saving tomondan qarasa, saving degani o'zingizga qoladigan, yig'ib boradigan pulingizga qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda ko'proq yig'a olasiz. Keyin borib ishlagan. Keyin borib ishlagan qaraganda. Misol uchun oddiy Londondan olsangiz, borasiz, 30% почти tax to'laysiz. Yoki masalan, грубо говоря, там oddiyroq nima kруглый summa olsa 10 ming, 3 mingga ketdi. Londonda qatida turishga bog'liq. Misol uchun, da, mana kompaniyada zon 1 yo zon 2 deydi. Menimcha zon 1 da даже, sentralniy zonda bo'lgani uchun kamida 2 ming ketadi, bo'ldi, 5 ming qoldi. Oila bilan ketsangiz, shu oila xarajatlari bor, accommodation olasiz. Mana o'sha 2 ming ketdi. Undan tashqari transport ishlatishingiz mumkin yoki oziq-ovqatlar qimmat. Ya'ni bu jihatdan qarasangiz, birinchisi boyagi saving jihatdan O'zbekiston yaxshiroq deb bilaman. Agar xorijiy kompaniyada ishlasa, yana bir jihat O'zbekistonda ikkita kompaniyada ishlay olasiz. Masalan, ko'p bo'ladi-yu. Endi xalqaro kompaniyada ishlagandan keyin mahalliy kompaniyalar uni xayr qilishni boshlaydi. Hatto bizga part-time ber deydi. Bor, ko'p bo'ladi bu. Status, reputatsiya Mashaqalar ko'p bo'ladi. Shunda bu ikkitasini qo'shsangiz endi undan oshib ketadi, to'g'risi. Bu bir. Ikkinchisi, relokatsiya oson emas. Musofirchilik qiyin. Men o'zi ko'pincha faqat travelga borganman, shunga menga bilinmagan, lekin o'ta yashaydiganlar bilan gaplashsam qiyin musofirchilik. Va kichkina o'g'ilman, o'shaning uchun ko'proq barib shu yerda ota-onam bilan qolishga harakat qilganman. Ya'ni endi mana bu narsa ham bor. Ketaman 5 yil, 10 yil, kamida endi 5 yil ketasiz kamida. Masalan, ketsangiz, okey, yoki 10 yilga qaytib kelgandan keyin baribir yaqinlaringiz, atrofingizdagi odamlar o'sha 5-10 yilga qaragan bo'ladi. Nima deydi? Siz pul topib kelishingiz mumkin, lekin u topib kelgan pulingiz 10 yil oldingidek kerak bo'lmasligi mumkin ularga. Ota-ona holatida shunaqa. Masalan, ota-ona yosh o'tgan sari, masalan, oldin o'sha yoshlarda travel ko'p qilishni xohlasa, 10 yildan keyin, uni tinchgina mana shu yerda bo'lganim yaxshi-yu deb o'zgaradi. Shu tarafi ham bor. Menda O'zbekistonda turib chet el tajribasini olish imkoniyati bo'lgani uchun ham chiqmaganman menimcha. Xalqaro kompaniyalarda ko'p misol uchun EPAMdagi boshqa kompaniyaga o'tgansa, asosan shu o'zgartirish nima asos bo'lgan, nima qarorga kelgan, nima muammoyili, nima sababdan o'zgartirilgan? Xo'p, endi birinchi mahalliydan xalqaroga o'tganim tajriba bo'lgan. Chunki o'sha aytganimdek boshqa tanishlarim ishlaganini ko'rib, baribir ular oldinroqdaligini ko'rganman. Shundan keyin tajriba ko'proq yaxshiroq va undan tashqari finansiy tarafdan ham yaxshi bo'lgani uchun o'tganman. Birinchisi. Keyin IPAMda ishlab yurgan paytim parallelniy Taptalga kirganman. Endi Taptalda baribir reputatsiyasi bor-da, top 1%, undan tashqari baribir ish topa olishingiz shansi ko'proq bo'ladi. Misol uchun xohlagan paytda o'tdan ish qidirsangiz bo'ladi. Har doim band qilib turmaydi-yu. O'shaning uchun Taptalga kirganman. IPAMda yaxshi boshlangan hammasi. O'zi IPAMga kirishim ham bir istoriya bo'lgan. Pandemiya payti IPAM menga chiqqan va H1B viza qilish bo'yicha chiqarishgan. H1B viza deganda siz kompaniya sizni support qiladi va siz sponsor sifatida sizni Amerikaga olib ketadi, lotereya o'ynaysiz. Lotereyangiz 33%. 3 tadan bitta tushadi. Uning uchun faqat texnik intervyudan o'tishingiz kerak. Lyudmila degan bitta HR chiqib menga yozgan, mana shunaqa senior degan, u payti men strong junior bo'lib ishlayib yurardim-da. Hozir Cloud Linuxda strong junior qilib bo'lgandim. Keyin ozginadan keyin men middle'ga o'tdim. 1 yildan keyinmi o'tdi.
Keyin nima bo'lgan yozgan shunaqa senior degan. Men senior emasman deganman. Keyin sen topshirib yuboraver degan. HRlar o'zi shunaqa ekan. Ularga qanchalik barqaror o'tsa yaxshi-yu, topshirib yuboraver degan. Okey deganman, texnik intervyu bo'lgan. O'rtacha o'tganman, lekin juda chuqur kirgan. Misol uchun men istaydigan savollardan bittasi SQL bilan NoSQL farqi va qaysi birini tanlagan bo'laring, nimadan kelib chiqib. Misol uchun, o'sha universitetda o'tilgan bilimlardan kelib chiqib yaxshi savol bo'lgan, lekin esimda qolgan savol shu bo'lgan ekan. Keyin intervyudan chiqqanman, u payt Skype'da yozishardi, Lyudmila bilan yozganman. Lyudmila, senga rahmat, shunchaga javob kelding. Men endi o'ldim, yiqildim degan. Yo'q, sen shoshma, kut. Men senga javobini qaytib beraman degan. Keyin qancha vaqt o'tgani esimda yo'q. Yozgan, Skype'dan bo'ldi, o'tding, zo'r, offer kelgan degan. Offer kelgan va endi sen bilan H1B protsessini boshlaymiz. Bizga hujjatlaring, mana narsalarni jo'natgan, berganmiz, lekin o'ta olmaganman. Qanaqa lotereya chiqmagan. Lotereya chiqmagan, okey. Keyin o'zim ishxonamda yuraverganman, ishlayverganman, keyin u Lyudmila meni bazaga kiritib qo'ygan ekan. Keyin u chiqqan. O'zbekistonda biz branch ochdik yo'qida, ochyapmizmi? Yo'q, mencha ochgandi o'sha paytlar. O'zbekistonda ishladigan. O'zbekistonda ishlasam, Amerikaga olib keta olasanmi desam, O'zbekiston Amerikaga olib ketadigan, ya'ni L1 viza bor, unda deyarli 100% ketasiz, unda lotereya yo'q. Lekin o'sha kompaniyani O'zbekistondagi yoki boshqa davlatdagi branch uchun 1,5 yilmi, 13 oy ishlab berishingiz kerak, 14 oymi shunaqa. Foydasi bor. Ya'ni ishlamasdan keta olmaysiz, lotereya emas. U paytda O'zbekiston kirmasdi. O'sha ishlab berish mumkin bo'lgan davlatlar ro'yxatiga. Ya'ni O'zbekistonda ishlasam barib keta olmasdim. Men barib ketishni, chunki O'zbekiston kirib nima qilaman deganman. Ozgina payt o'tgandan keyin sistemaga o'zgartirish kiritildi. O'zbekiston ham o'sha ro'yxatga kiritildi. Endi O'zbekistonda ham 13 mi, 14 oy ishlasang keta olasan degan. Okey deb. Keyin texnik intervyu bo'lmagan. Manager intervyu bo'lgan. Bilsiz, Renat borlar, ular yonlarida yana bitta HR bordilar. Keyin Sankt-Peterburgga ketdilar, mana shu qaytib ham keldilar. Kuchli HR'di ular. Ular negotiation bo'lgan, salary. Eng qizig'i o'shda bo'lgan u. Ishimdan ketgim kelmagan, shuning uchun summalarni sal bemalolroq aytganman. Menga telefon qilyaptilar. Renat yonlaridagi zo'r bo'lgan. Bu summanchi katta O'zbekiston uchun bo'lmaydi, lekin mana bunaqa bo'ladi deb aytganlar. Keyin qarasam, o'sha paytdagi ishxonamdan deyarli 2 barobar raznica bo'lgan. Okey deganman, mayli. Lekin baribir qo'rquv bo'lgan, yangi joy ishlab keta olmaymanmi, senior qilib olib qo'ydi deb baribir bo'lar ekan odamda o'sha paytda bo'lgan. Keyin bo'ldi, shu bilan IPAM kirgan. Ya'ni IPAM hozir o'z kompaniyamdan Cloud Linuxdan IPAMga o'tishimiz sababi nima bo'lgan? O'sha US ga ketish bo'lgan. US ga ketish plus oylik ham baland bo'lgan. Men oylik maqsad kutmagandim, chunki men asosiy maqsad US edi. Okey. IPAMda ishladim, IPAMda L3, D3 deydimi, senior bo'lib kirdim. 1 yildan keyin lead bo'ldim. IPAMdan ketishimiz sababi ikkita sabab bo'lgan. Birinchisi bu ishlayotgan loyihamda zerikkanman. Nega lead bo'lgandan keyin deyarli faqat intervyulardan boshim chiqmagan. Intervyudan emas, mitinglardan boshim chiqmagan. Faqat u mitingdan bu mitingga vaqtim kollada o'tib ketgan. Zvonoklarda o'tib ketgan. Zerikkanman. Kod yozish ancha qolib ketgan. Bu yomon ta'sir qilgan. Va kollan yomon tarafi bemalol bo'la olmaysiz-da. Kod yozishda bemalol bo'lasiz. Kol payti mana bunda o'tirasiz, yoqasiz. Endi kamera mayli yoqmasdi, bar bitta joyda o'tirib anaqa qilishingiz kerak. U yomon. Kerak emas kollaga ham qo'shishni boshlashgan. Endi kompaniya katta bo'lgani uchun baribir byurokratiya shu narsalar bo'lgan. IPAM emas, IPAM meni bergan kompaniya, bu normal holat, katta kompaniyalar uchun. Shu zeriktirgan. Ikkinchisi lead bo'lganimdan keyin men kutganman salaryimda nisbatan kattaroq o'sish bo'lishini, lekin o'ylaganimdan juda kam o'sish bo'lgan. Chunki itak boshida aytdim, negotiate qilib kirganimda deyarli leadnikiga mosroq bo'lib qolganda o'sha paytda. Lekin u paytda dasturlash bozori eng boom bo'layotgan payt edi. Keyin shu sabablardan keyin ish qidirishni boshlaganman. Menimcha aprellarda ketaman degan bo'lsa, yo'q, fevrallarda ketaman degan bo'lsam, fevrallarda ish qidirishni boshlagan. Men job boardga topshirganman, men ishxonamga. Yengisiga bunda ham 4 ta etap intervyu bo'lgan, o'tganman. Ular ham offer bergan va Keypang borib aytganman, o'sha ketishim kerak deganman. Menimcha bu martlarda bo'lyapti. Va eng qizig'i o'sha 20-fevrallarda o'sha ishlar boshlanib ketgan. Keyin balki to'g'ri timing bo'lgandir, yaxshi payt ketganman. Keyin ketib bu kompaniyaga o'tib 4-apreldan yangi kompaniyada ishlashni boshlaganman. 4 yil, keyingi yili va kelayotgan yili 4-aprel 4 yil bo'ladi. Yaxshi. Keyingi savol, Ulug'bek, dasturlash sohasida o'z eng yoqmagan narsalar nima? Yoqmagan narsalarmi? Hamma pulini gapiradi, dasturchi o'zing bunaqa bo'lasan, bunaqa bo'lasan. Dasturchi sifatidami? Endi
yaxshi, o'zi menimcha faqat dasturlash emas, istalgan sohada yaxshi dasturchi yoki yaxshi spetsialist bo'lmoqchi bo'lsangiz, ko'p narsa baribir nimadan voz kechishingizga bog'liqda. Ya'ni ingliz tilida sacrifice deydi-yu. Misol uchun yaxshi dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'yin o'ynashdan voz kechasiz. Social network har xil ijtimoiy tarmoqlardan voz kechasiz. Ya'ni faqat siz fokus qilasiz, ustida ishlaysiz, yaxshi kadr bo'lish uchun-da. Ya'ni bu faqat dasturlash emas, bu umumiy olganda shu narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Ya'ni sacrifice qilishingiz kerak, voz kecha olishingiz kerak. Imini dasturlashga kelib kamchiliklar nima deydigan bo'lsak, dasturlashda men o'zim sezadigan, yoqmaydigan shunaqa buglar, shunaqa muammolar, shunaqa bir arxitekturalar qilish kerak bo'ladiki, menda bo'ladi, bu narsa bo'lmaydi, boshingiz portlab ketadi, o'ta realni. Shu holat yoqmaydi, masalan. Shunaqa bo'ladi, o'tirasiz, shunaqa ko'p кейslari bor, shunaqa ko'p holatlari bor, boshingiz oxir shunaqa portlab ketadi. O'sha holat yomon, bu burnoutga olib keladi-da. Dasturchilarda o'sha burnout bo'lishi ham o'sha yoqmaydigan holatlardan bittasi. Oxirgi paytda kamaydi-yu, nisbatan ancha kamaydi. Mana shu burnout ham yoqmaydi. Bu faqat dasturlashdan emas, istalgan sohada qochish kerak bo'lgan narsalardan bittasi burnout. Yana nima? Oldin aytardim, fizически kam harakat qilganingizdan keyin 30 oylik, 30 oylik, okey, buni yechim bor ekan. Masalan, jismoniy mashq qilib tursangiz bo'ldi. Oldin masalan menga yoqmasdi, lekin hozir jismoniy mashq qilganim uchun bu narsa okey bo'lib ketdi. Yana nima bo'lishi mumkin? Aynan dasturlashda. Men boshqa ko'rmayapman unaqa. Bitta narsa bor, eng dasturchi sifatida sal detalliroq ko'radigan bo'lsak, bug bor, lekin har doim ham u bug bo'vermaydi. Ya'ni reproduce qilish qiyin bo'lgan bug o'sha narsa shunaqa yoqmaydi. Muammo bor. User aytayapti, siz xuddi shunaqa qilasiz, u sizda o'xshamaydi. Bu bug chiqmaydi-da. Uni to'g'rilashingiz bu eng azobida. Eng azobi. Ancha vaqt ham boradi, asabni ham tamom qiladi. Ya'ni ko'p balki boshqalarga yoqmaydigan, boshqalar masalan dokumentatsiya yozish yoqmasligi mumkin. Ya'ni hozir AI bilan ko'p narsani yozsa bo'ladi. Yokida ya'ni bizda miting kamda. O'tgan ipamdagi yoqmaydigan narsa miting ko'pligi edi. Miting juda yoqmas. Shunda o'tiraverasiz, boshingiz og'rib ketadi. Kerak masalasida masalan, kuniga 8 soat bo'lsa 5 soat mitingdan o'tirsangiz, 3 soat ishlay olmaysiz. Realni ishlay olmaysiz. Boshingiz mana mashindan ham boshim og'rib qolardi. Menga masalan shu ham yoqmasdi. Endi hozir mitinglar kam, misol uchun kecha miting bo'lmadi. Juma edi, miting umuman bo'lmadi. Hamma o'zini ishini qilib, bilib yurdi, okey. Payshanba kuni bitta miting bo'ldi, 30 daqiqalik bo'ldi. Shunaqa kam mitinglar juda kam. Yaxshi. Ulug'bek aka, dasturchi o'zi bo'lmaganingizda kim, qaysi soha vakili bo'lardingiz? Kim bo'lardingiz? O'zi dasturchi bo'lishdan oldin qaysi sohalarga qiziqqanman? 9-8-sinfdan 9-sinf, ya'ni 8-9 yo 7-8-9 yo 3 yil yo 2 yil men Xitoy tilini o'rganganman. Konfutsiy borman, bilasizmi? Konfutsiy kelganman Masjidga Oybekga. O'sha bu taraflarni sal yaxshi bilaman. Undan tashqari repetitorga borganman. Nega? Maqsad Xitoy tilidan tarjimon bo'lish. U payti endi hozirgidek, hozir undan ham bo'lib ketdi. U payti baribir Xitoy tili bilan, Xitoy bilan aloqali oldi-sotdilar yaxshi edi. Bizning tanishlar ham Xitoydan mebel yoki shunga o'xshagan narsalar olib kelishardi. Va ularga ishonchli odamlar kerak edi. Shunaqa holatlar bo'lgan ekan, aytib berishardi, u yerda tarjimon topishgan, tarjimon olib ketishgan, u orada marjani qo'yib etgan. Misol uchun, u yerda o'zi $10 turgan, bu yerda sotib oladigan odamga masalan 15 degan, 5-ini o'zi kelishib olgan. Shunaqa holatda endi tilni tushunmaydi-ku, Xitoy tili vobshida. Mana shunaqa holatlar bo'lgani uchun tanishlar ham bo'lgan, agar o'rganib tarjimon darajasiga chiqqanimda ish topa olardim deb o'ylayman. Va undan HSK примерно 3-4 larga to'g'ri keladi. Uni IELTS bor, HSK 1dan 6 gacha edi bizga payti. Meniki shu 3-4 larga to'g'ri kelardi, lekin topshirib ko'rmaganman. Sample mooklar bo'lardi, mooklarni ko'rgandim, shunga to'g'ri kelardi. Keyin 2000 nechi bo'ldi? 2012 to'xtatganman. Nega? Litsey kirganman va IT, matematik fizikaga o'tib ketganman. Shu bilan Xitoy tili yopilgan va u payt hali inha ochilmagan, lekin negadir matematika o'qib yurgan ekanman. Anaqa bo'lmoqchi bo'lganman. Finansist bo'lmoqchi bo'lganman. Singapurga kirmoqchi bo'lganman. IELTS 2-kursda olganimdan keyin bo'ldi, men Singapurga kirdim. Chunki 6 bilan kira olardingiz-da. Bo'ldi, men Singapurga kirdim. Matematika ham bor. Finansist bo'laman, ekonomist bo'lamanmi, shunaqa deganimda keyin inha ochilib qolgan va fizika o'qishni boshlaganman-da. Shunaqa bo'lgan. Yo tarjimon yoki finansist, ekonomist bo'lishim mumkin edi. Ehtimol bilan. Xo'p, keyingi navbatdagi savol, mana AI chiqdi hozir. Misol uchun, bugungi kunda oddiy deylik, mana hamma soha vakilida, hamma sohadan o'rgangan mutaxassissiz. Deylik, mana front-end dasturchi AI taraflama nimalarni o'rganish kerak? Kelajakda baribir AI tushadi. Oldin misol uchun biz o'rgangan paytda Google qilishni bilish kerak edi. Endi hozirgi pokoleniya AI bilan ishlashni bilishi kerak. Nimalarni o'rganish kerak? AI front-end dasturchi, mana backda ham ishlaysiz, u dasturchilar. Umuman olganda dasturchilar
endi men yaqinda shu bo'yicha menejerim bilan gaplashganimda AI katta ehtimol bilan tez orada xuddi Gitni bilish kerakda, AI ni bilish kerak, requirement qo'yilishi boshlanadi deb aytdi chet el kompaniyalarda, xorijiy kompaniyalar. Ya'ni AI ham bu bitta ko'nikma, skill, uni bilishing kerak degan ma'noda. Va dasturchi sifatida nimani bilish kerak? Dasturchi sifatida AI bilan eng oddiysi muloqot qilishni bilish kerak. Ya'ni oldin menga prompt engineering masalan menga arxitektura bilan chiqishsa, qaysidir joyini mahalliy kompaniyada endi birinchidan AI bilan gaplash, AI bilan pros cons plus minusini qil, so'ra, bil, chunki katta ehtimol bilan aniq AI mendan 100 barobar yaxshi biladi, chunki u nechta source, nechta ma'lumotlarni analiz qilib chiqadi. Endi baribir bitta human check bo'lgani yaxshi, okey, oxirida menga olib kelasan, mana AI dan so'radim, ko'rdim, bildim, mana bunaqa chiqdi. Yo'qida bug chiqdi, yuguraverma leadingga yoki senioringga, o'zing AI yordamida hal qilishga harakat qil. Masalan, ko'radi, muammoni yoritib beradi va AI javobini oladi va shu bilan javobini berib ketadi. Ya'ni promptingni bilish kerak, AI bilan muloqot qila olish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, AI ni AI ID ile chiqqan Cursor, Windsurf, yana boshqalari bor, Amazonniki ham chiqdi deshmasa, o'shani ishlata olish kerak va u orqali produktiv o'sha samaradorlikni oshira olish kerak. Va bunda ham hozirgi xato nimada? Ayniqsa juniorlarda AI kod yozib beradi, lekin tahlil qilmaydi. Accept all, accept bo'ldi. Copy paste emas, hozir ham Cursor bilan o'zida chiqib, bitta accept all bossa bo'ldi. Nima qildi? U o'smaydi. Junior bo'lib qolib ketadi. Bu masalan AI polni qilib berdi, yomon tarafi noto'g'ri qildimi, to'g'ri qildimi bilmaydi. Masalan, men ham hozirgacha nima qilaman? AI yozib berdimmi, bitta fayl o'tkazaman, knopkasi turadi, xo'p, okey. Ba'zi joylarda вообще trash yozgan bo'ladi, uni to'g'rilataman yoki o'zim to'g'rilayman, shunaqa bo'ladi. Demak, ID-larni ishlata olish va uchinchisi AI ni integratsiya qila olishni ham bilish kerak. Ya'ni o'zini masalan loyiha qilyapti, AI API ni olib, masalan, ChatGPT ni ula olsin, Claude ula olsin yokida masalan OpenRouter deganlar chiqqan, har xil modellarni ishlata olasiz. Replicate chiqdi, ana video, image modellar, Fel AI, shularni ishlata olish darajasida bilish kerak deb bilaman. Ya'ni AI SNAPI deydi-yu, shularni ishlata olish kerak. Juda yaxshi. Oxirgi savolim Ulug'bek aka, mana AI ga dasturchi taraflama nima instrumentlarni unga topshirgan yaxshi, nima instrumentlarni human, ya'ni odam o'zida olib qolgan yaxshi? AI da ko'pincha hozirgi holatda repetitive tasklar bor, ya'ni qaytarilaveradigan o'shalarni topshirgan yaxshi deb bilaman. Oddiy misol, masalan, workflowda ticket yaratish holati bor deylik. Bizda ko'pincha balki erinib yaratish emas, lekin masalan Jira'da ticket yaratamiz, o'shani AI ga topshirsa bo'ladi. Masalan, Slack message yoki Discordda threadda gaplashdingiz, bitta tag qilasiz, bitta botda mana shunga ticket yaratib qo'ydingiz, u butun conversationni summarize qiladi va step by step, masalan, bug bo'lsa bug, feature bo'lsa featuresiga yaratib qo'yadi. Ya'ni bu repetitive narsa o'zi odam qilishi kerak, lekin buni siz AI ga topshirsangiz bo'ladi. Kod levelda qaraydigan bo'lsak, misol uchun oddiy TypeScript bo'lsangiz, interfeysni bittalab yozib chiqasiz ba'zida. Uni ham AI ga topshirsangiz bo'ladi. Masalan, interfeys yozib ber, mana senga Swagger Dog, agar integratsiyasi bo'lmasa yokida mana senga kelayotgan data and response mana shunga yozib ber bo'ldi. Misol uchun tezroq ham bo'ladi. Ya'ni mana shunday repetitive narsalarni topshirsa bo'ladi, lekin critical joylarni baribir review qilish kerak. Yozdirsa bo'ladi, biz hali ham yozdiramiz, lekin review qilish kerak. Okey, review qil. Testlarni yozdirsa bo'ladi, lekin uni ham tushunish kerak. Test to'g'rimi? Chunki g'irt human odamga o'xshab test o'tmagungacha test to'g'rilaydi-da. U test keyin noto'g'ri narsani test qilib qo'ygan bo'ladi. Bu noto'g'ri-da. Shu tarafdan e'tibor qilib qaratsa, bilmasam, men bir keyingi bir necha yil ichida AI ko'p narsani o'zgartirishi kerak. Dasturlash sohasi, oxirgi savol shu, dasturlash sohasini olib qo'yadi. Ko'pdan yuradi shu. Bo'ldi, AI chiqdi, dasturchilar kerak emas, sandan ishini olib qo'yadi, nimaga o'qishing kerak, nimaga o'rganishing kerak degan. AI da yaqinda podkast ko'rganimda, podkast ko'rdim yoki Twitterda bitta post o'qidim. Qisqasi AI 3 xil ta'sir ko'rsatadi degan sohalarga, yo u sohani samaradorligini oshiradi, ishlayotganlarni, yokida yo'q qiladi, yokida yangi sohalar keltirib chiqaradi. Uchtasidan bittasi AI ni qiladigan ta'siri. Yo'q qiladigan sohalari, masalan, bilishingiz mumkin, balki tarjimonlikni keyinchalik yo'q qilishi mumkin. Chunki hozir AI lar real time tarjima qilishni boshladi deyshti. Men hali ko'rmadim, AirPods yangi versiyasi real time tarjima qiladi deyshti. Hali ishlatib ko'rmadim. Yokida masalan copywritingga bir qilish qiyindir, balki shunga yaqinroq qaysidir sohalarni yo'q qilishi mumkin. Okey. Yangi sohalarni keltirib chiqarishi mumkin. Misol uchun hozir prompt engineer degan qaysidir yo'nalishlar, sohalar chiqishni boshlagan. Okey. Samaradorlikni oshiradigan bo'lsa, menimcha dasturlash samaradorligini oshiradi. Mana birinchi kategoriyaga to'g'ri keladi, yo'q qilishga emas. Baribir human being kerak, odam kerak deb bilaman. Rahmat Ulug'bek aka, juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Qanaqadir yana suhbat tashkillashtiradigan, qanaqadir mavzular bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, Ulug'bek aka bilan yana bog'lanamiz. Xudo xolasa bir tashkillashtiramiz boshqa mavzularda. Sizga ham rahmat.
ketkazgan vaqtingiz uchun. Menimcha hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat.